Mana shundan boshlaysan, короче, deyishgan. Okey. Taqdirda tanbir shuni boshlaganman. Men kursni bitirib chiqdim yoki institutni bitirib chiqdim. Mhm. Birinchi loyiham qanaqa bo'lishi kerak? Offlayn qayergadir ishga kirishim kerakmi? Yoki bo'lmasam agentstvoga ishga kirishim kerakmi? Yoki bo'lmasam frilanserlik qilishim kerakmi? Va offlayn shtatniy qanaqadir brendga ishga kirgan paytim u joyda o'rtacha necha yil ishlashim kerak? Necha yil ishlab chiqqanimdan keyin umuman surish degan xayol bo'ladi, boshqa brendga o'tishim kerak. O'shanaqa payt aynan qanaqa qaror bo'lishi kerakki, bo'ldi, bu joydan ketishim kerak, boshqa joyga o'tishim kerak degan narsa bo'ladi. Bir yilgacha bo'lgan mutaxassisdan hammasi oyligidan norozi bo'lgan. Birinchi o'chirda o'zingizda ayb topishni boshlashingiz kerak. Ikkita agentство ochib yopganman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shahzodaga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Marketing Club'da birinchi podkastimiz, xudo xolasa, barakali bo'lsin. Ilohim, rahmat katta. Taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Xursand bo'ldim rostdan. Ustiga olib birinchi podkastga aynan men taklif qilganlaringiz nima qildi odamni harakatga soldi. Rahmat katta. Juda ham xursandman. Xo'p, bugungi podkastimizda bu bemalol, qanaqadir rasmiy nima emas. Bizdan qiziqtirgan savollar bor, sizdan olishimiz mumkin bo'lgan qanaqadir bilimlar bo'lishi mumkin, auditoriyamiz olishi mumkin bo'lgan bilimlar bo'lishi mumkin. Ya'ni umumiy asosan biz o'zi qanaqa narsani ko'zlaymiz, mana sizni boy tajribangiz bor, hozir u haqida ham gaplashamiz. Marketing bo'limi rahbarligiga ko'tarilmoqchi bo'lganman. SMMda ishlab yuribdi, SMM menejer yoki performansda ishlab yurgan digital marketingda keyingi bosqichga chiqishni xohlayotgan mutaxassislar uchun ko'proq savollar berishga harakat qilamiz. Zo'r. Давайте, boshlaymiz. O'zingiz haqingizda bo'lmasam, ozgina gapirib bersangiz auditoriyaga, tajribangiz haqida, loyihalaringiz haqida. Хорошо, endi men o'zim demak 96-yilda tug'ilganman, agar именно neformalni dedingiz, 96-yilda tug'ilganman o'zim. Bu yerda marketingga qiziqishim Singapurskiy institutdan boshlangan. O'zi institutda birinchi kursigacha IELTSda o'qituvchi bo'lganman. 8 yil, 9 yil o'qitib kelganman. 16 yoshimdan boshlab, o'zi именно shu ingliz tilidan dars berganman. Keyin birinchi kursga kelib, qanaqadir bir ikigai tomonlama testlarni yechib ko'rib, boshqa qilib o'zim yo'nalishimni aniqlashga harakat qilyotgandim. O'rtog'im aytib qo'ygan. Adashingiz bor, o'rtog'im aytib qo'ygan, что san marketing fakultetini tanlasangchi, mana kachestalaring bor, to'g'ri kelishi mumkin shunga. Deganda rosta anaqa o'ylab qo'yganman-da, bittada marketing anaqasini fakultetini tanlaganman. U yerdagi fanlar ham, masalan, sonlar bilan ishlash ham, qanaqadir поведенческий analiz qilish ham, ya'ni xulq-atvorni qanaqadir analiz qilishlar. Bular hammasi menga yana ham ishtiyoq bergan. Passion deydi inglizchada. Shunaqa ishtiyoq bergan va o'shanaqa nimada, demak, start olib ketgan marketing nimada. Ikkinchi kursda ishlab boshlaganman. Men ko'pincha shtatviy ishda ishlaganman, ya'ni shtatniy marketing bo'lib ishlaganman. Ofisda o'zida uzoq muddatda birinchi endi stajirovkadagi ishim birinchi yili Parusda bo'lgan, Parus targov sentrida, Qatortoldagi. U yerda marketolog analitik bo'lib, assistent bo'lib, universal soldat bo'lib ishlaganman. Hamma joyda trafikini sanardik. Xullas, faqat analitikaga, sonlarga bog'langan отчетlarni hammasi men dedi. Keyin Avtomaster.uz degan kompaniya bor. Hozirgi kunda o'zimiz brending qilganmiz 360 agentsiyasi bilan birga. O'sha paytda 2,5 yil u yerda faoliyat yurgizganman. Уже o'sha отдел marketing nimasi bo'lib, rahbari sifatida faoliyat yurgizganman. U yerda asosan avtoservis оборудование sotishardi. B2B yo'nalishida, butun O'zbekiston bo'ylab asosiy vazifamiz distributsiya qo'yish bo'lgan. O'sha shu yo'nalishni deylik, shu bozorni yanada rivojlantirish bo'lgan, именно produksiya, ya'ni mahsulot nazaridan. Keyin Avtomasterdan keyin nima bo'lgan? Magpro bo'lgan, eng yaxshi loyihalardan biri, ya'ni eng ko'zga ko'ringan loyihalardan biri deylik. Ko'pchilik shu bilan. Ko'pchilik shu bilan taniydi ko'pincha. Uni orqasida masalan
birga Makbro bilan birga Avatrade degan loyihamiz ham bor masalan. U yerda ham B2B anaqa. Ko'pchiligi o'z loyihalarimni bir 80% B2B sferada ishlaydi, anaqa qiladi. O'shaning uchun unaqa taniqli emas ko'pchiligi. Masalan, Avatrade degan loyiha UV printerlarni sotadi. Kodda promotionniy UV printerlarni sotadi. Bu anaqada Makbroda esa sredchik ancha kichkina. O'ta retail B2C bo'lganligi uchun ko'pchilik taniydi. Makbroni ham noldan ko'targanmiz. Adashmasam 2,5-3 yil mobaynida o'ta o'sha odel marketing rahbari sifatida faoliyat yuritganmiz. Noldan ko'targanmiz brendni. O'zi qayerda ishlamagan bo'lsin, hammasida brendni noldan ko'targanmiz. Avtomasterda ham, Avatrade'da ham, Makbroda ham. Asosan o'shaning uchun men o'zim uchun nimam kuchli tomonlarim shu yerda shakllangan deb o'ylayman. O'sha tizimlashtirish, analitika va strategiya qurish, to есть noldan olib chiqib strategiya qurish. Bu mana shunaqa shtatda ishlab yurgan marketologlarga ko'proq menimcha kerak bo'ladi, o'sha yerda shakllanadi deb o'ylayman-da. Asosiy xulosalaridan biri shu bo'lgan. Shu hozir menimcha shunaqa. Hozirda endi agentство qilganmiz. O'zi bor agentstvoga, Axel Consulting degan agentstvamiz bor. Bor agentstvoga taklif berishgan. Bahodir aka, Elbek aka degan partnyorlarim bor, sheriklarim. Taklif berishgan, bizaga sherik sifatida kirsangizchi deb. Shu payt kelishganmiz, o'sha qilganmiz. Hozirda именно ko'proq strategik направлениеga demak fokus qilingan. Bizda ham shu agentstvamiz bor. O'sha agentstvani hozir aytsangiz bo'ladi, operatsionni direktori sifatida faoliyat yuritaman. Xo'p, tushunarli. Endi men kursni bitirib chiqdim yoki institutni bitirib chiqdim. Birinchi loyiham qanaqa bo'lishi kerak? Offline qayergadir ishga kirishim kerakmi? Yoki bo'lmasam agentstvoga ishga kirishim kerakmi? Yoki bo'lmasam frilanserlik qilishim kerakmi? Va offline shtatniy qanaqadir brendga ishga kirgan paytim u joyda o'rtacha necha yil ishlashim kerak? Necha yil ishlab chiqqanimdan keyin umuman surish degan xayol bo'ladi, boshqa brendga o'tishim kerak. O'shanaqa payt aynan qanaqa qaror bo'lishi kerakki, bo'ldi, bu joydan ketishim kerak, boshqa joyga o'tishim kerak degan narsa bo'ladi. Zo'r savol berdingiz. Aynan shu savol bo'yicha yaqinda shu podkastimizdan ko'rsalar kerak. Yaqinda bugun va kecha bitta xodimimiz bilan gaplashib qoldik, mana shu tema bo'yicha. Endi ancha yosh xodim. Aytyaptilar, kurs tugatganlar ya'ni yoki kurs ham tugatganlar, aytaylik, o'zini yo'lini topishga harakat qilyapti. Bizada PM bo'yicha, PMchilik bo'yicha faoliyat yuritadilar. Aytyaptilar, qanaqadir men ko'p yillik ishlash nimasini ko'rmayman hech qayerda. Hech qaysi kompaniyada masalan perspektivani o'zim uchun ko'rmayman. Ayniqsa agentstvada deb aytyapti-da. Masalan, nima deydi, track rekordi bo'ladi-yu, shu paytgacha ishlagan nimasini qarasangiz ham ko'p yillik ishlagan joylari kam, juda ham. 3 oy, 6 oyga masalan siz bilan do'g'ri qilishim mumkin. Uzoq 6 oyga, 6 oy ham, lekin juda ham anaqa deyapti. Ko'p deyapti men uchun. 3 oy okey, 3 oyga chidab berishim mumkin. 3 oydan keyin yana переговорный stolga o'tiramiz deyapti. Tushunasizmi qanaqa? Hozir tendensiya ketyapti. Bu birinchi xodim emas. Bu normal vaziyat bo'lib qolgandek tuyulyapti-da, menga o'sha shu xodimlar bilan gaplashgandan keyin. Endi birinchi savolingizga qaytadigan bo'lsak, to есть kursni bitkazib chiqdim. Endi nima qilaman desangiz, menimcha birinchi yo'nalishingizni topib olishingiz kerak. Masalan, aynan sizga maslahat bergan bo'lardim. Masalan, kursni bitkazib chiqdingiz, tasavvur qilaylik. Maslahat bergan bo'lardim. Birinchi yo'nalishingizni topib oling. Sizni kuchli tomoningiz qayerda? Raqamlar bilan yaxshi chiqishasizmi? Kreativ odammisiz? Yoki qanaqadir strategik mishleniyangiz bormi? Yoki vizionermisiz? Qaysi yo'nalishda sizni yoki исследовательmisiz? To есть, masalan, bizda исследователь xodimimiz bor, исследователь o'sha kollegam bor deylik. Ular ko'proq kommunikatsiya qilishni yaxshi ko'radilar. Aprosnik qilishni, kasdev qilishni, bitta tanimagan odamlar bilan 1 soat o'tirib gaplashishni yaxshi ko'radilar. Tushunasizmi? To есть, bu lekin bu alohida pozitsiya. Bu alohida yo'nalish, bu исследователь. Aynan researcher, tadqiqotchi deylik. Tushundim. Misol uchun, men qanaqadir o'zimga pozitsiya topdim. Deylik, bo'lishi mumkin, kasdev qilish bo'yicha. Lekin bozorga kirdim, aynan shu pozitsiya bo'yicha, bozorga kirgan bu paytim, men ishga topshirgan joylarim ular talab qilgan narsa menda yo'q.
bo'lishi mumkin. Misol uchun men faqat o'zbek tilini bilaman, lekin ular rus tilini bilyapti. Rus tilini o'rganishimga yana 3-4 oy ketib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam ular yana qanaqadir qo'shimcha shartlari bor. Bu holatda nima qilishim kerak? O'zimga yana boshqa pozitsiya ko'rishim kerakmi? Ya'ni yoqmaydigan pozitsiya bo'lsa ham ishlab turishim kerakmi? Yoki qanchadir yana 1 yil yoki bo'lmasam 6 oy vaqtimdan kechib, ular xohlagan talabga javob beradigan odam bo'lishim kerak. Bu yerda endi aniq bir to'g'ri javob yo'qda. Bu har kim o'z situatsiyadan kelib chiqadi. Masalan, men o'rningizda bo'lganimda, o'sha situatsiyada bo'lib qolganimda, men situatsiyadan kelib chiqqan holda baribir ham xohlamagan joyimda ham ishlab ketaverardim. Siz o'zingiz marketologlikdan boshlagansiz, to'g'ri? Men o'zim marketolog analitiklikdan boshlaganman. Parusda degan. Parusda, o'sha analitiklikdan, ya'ni bizada Parusda ish qanaqa bo'lardi o'sha payti? Oldidan o'tayotgan trafikka nechta trafik o'rtacha o'tadi, o'shani modelini tuzib, ya'ni o'rtacha sonni chiqazish modelini tuzib, bizga o'sha raqamni ayt deyishganda. Shunda Parusda tushib, butun kun bir adashmasam bir 10 soatcha, 8 soatcha turib, obedda qancha o'tyapti, ertalab qancha o'tyapti, kechasi qancha o'tyapti, o'rtacha kechadan, ya'ni ujindan keyin, to есть qancha o'tyapti, yana o'sha aniq pik kunlarini sanab, keyin o'sha paytda 1 soat, 2 soat ichida nechta mashina o'tyapti, nechta peshexod o'tyapti, ular qanaqa auditoriya, har bittasini sanab, bir hafta ichida shu raqamni yig'ib berganman-da, ruchnoy bitta o'zim, tushunasizmi? To есть mana shu narsani ochuvchasiga aytaman, Parusdagi nimalar ko'rayotgan bo'lsa, balki ko'rayotgan bo'lsa tasdiqlashar, 600 ming so'mga qilingan mana shu ishni. Bu yerda endi men IELTSdan o'sha o'qituvchilik qilganman, asosiy daromadim o'shadan. Birga o'qituvchilik bilan parallel ketdi. O'qituvchilik ham ketgan, lekin men bu analitiklikni, imенно analitikani o'rganishligim uchun mana shundan boshlaysan, короче, deyishgan. Okey, taqdirda tan berib shundan boshlaganman. Lekin hozir endi men yomonlashmas yoki boshqa emas. Hozir lekin aytaylik, ko'pchilik hammaga ham taalluqli emasdir, balki ko'pchilik yoshlarni olib kelib, analitik bo'lmoqchi bo'lsan, davay ko'chaga chiqib trafikka sana desangiz, menimcha, uzr aka, men boshqa yerda ishlayman deydi. Hozir o'sha 600 ming bergan ishni qaytadan qil desa qancha olardingiz? U ishni men o'zim qilmasdim. Agar o'zingiz qilishingiz kerak bo'lganda yoki bo'lmasam o'sha paytda ro'shnoy sanagansiz, to'g'rimi? Aynan hozir o'sha narsani sanash bo'lsa, nima qilardingiz, qanaqa instrumentdan foydalanardingiz? Hozir juda ham ko'p AI kameralar chiqib ketgan. Shuni sanab beradigan Tasvision degan kompaniya bor, bitta reklama bo'lsin. Rekomendatsiya qilaman o'zim shu kompaniyani. To'g'ri, Shahzod o'tishlayapsiz. Ishlaganman, Macbro'da ishlaganman. Ularni Germaniyadagi konkurenti bilan ham ishlaganman. To'g'risi, Germaniyadan anaqa import qilib olganmiz o'zlarimiz. Germaniyadagi AI bilan ishlaydi. Ko'proq rivojlangan. Nimasi? Bitta odamni bitta sanaydi, bitta odam 2-3 marta sanamaydi. Tasvisionda shu kamchiligi bor edi o'sha payti. Hozir bormi bilmayman, lekin Tasvisionning yaxshi tomoni, siz yangi lokatsiya ochmoqchimisiz? Besplatniy o'sha yerda proходимостьni, ya'ni o'sha trafik nechta o'tadi, qancha sizga kirishi mumkin, auditoriyasi qanaqa, o'shani besplatniy sizga statistikasini beradi, sanab beradi o'zi bilan. Kameralarni qo'ygan holda. Ya'ni sensorlar ketgan. Juda ham oson bu. Prosta kamerasini ko'p, ikkitami, 3ta kamera ko'p qo'yadi. Ko'radi, auditoriyangizni qanaqaligini ham beradi sizga. Qaysi возрастni kategoriyada. Uni ham beradi. To есть AI ni o'zi tahlil qiladi bu narsani, chunki nechta odam o'tishini ham beradi, nechta mashina o'tishini ham beradi. Kerak bo'lsa qaysi rangdagi mashina o'tishini ham berishi mumkin-da. Biz o'sha Germaniyaning anaqasi bilan ishlaganimizda sun'iy intellekt haqida baribir menimcha ochilish kerak edi, mavzu ochilish kerak edi. Germaniyadagi o'sha nima bilan ishlaganimizda ularni sun'iy intellekti shu darajada ishlaydiki, Macbro'ga kirayotgan har bitta klientni attribut deb aytishadi. Ya'ni soqoli bormi, tam aytaylik, yoki mo'ylovi bormi faqatgina, yoki kepka, ko'pchilik kepka kiyib keladimi, xumurni keladimi, to есть настроенияsi bo'lmay keladimi, настроение bilan keladimi, qanchasi настроение bilan keladi, qanchasi настроение bilan kelib telefonni tanladi, qanchasi настроениesiz telefonni tanladi. Xullas, mana shu anaqagacha, nuqtagacha analizdan chiqazib beradi. Men jinsi, yoshini aniqlab berishni bilardim. Jinsi, yoshi-ku, u вообще anaqa oddiy tema. Rostmi? Hozir ikkita mavzu mix qilamiz. Qarang. Bizada kuzatuv ketdi, ya'ni siz ro'shnoy qilgansiz. Qancha vaqt bo'ldi bunga?
Ancha 2016-yil. Xo'p, 16-17 yil. 2016 bo'lsa, 2025 ga kelib, o'zi bu narsa o'zgarib ketdi. Bitta ruchnoy sanab o'tiradigan odam просто minusga o'tib ketdi. Ya'ni ish yo'qotildi AI sababli. Endi men qaysi pozitsiyani tanlasam yaxshiroq bo'ladi? Ya'ni ertaga 5-6 yildan keyin ishsiz qolib ketmasligim uchun yoki bo'lmasam 3 yildan keyin. Xuddi mana shunaqa AI ishimni o'g'irlab qo'ymasligi uchun. Qaysi pozitsiya hozirda yaxshiroq? Uni prognoz qilish qiyin. Men aytgan bo'lardim, har doim o'zingizni boyitib borishingizni, masalan, ana keys bilan har doim isbotlashga harakat qilaman. Qarangda, bizada bitta men hurmat qiladigan xodimimiz bor. Ular universal soldatdagi ko'rinadi. Lekin yo'nalishlari bir xil har doim. Ular ham web razработка qiladilar. Endi siz tasavvur qiling, ham grafik dizayn qiladi, ya'ni post ismi, tam post materiallar va hokazo. UX UI ham qiladilar. Motion ham qiladilar, VFX ham qiladilar va hokazo. То есть mana shu temalarni birlashtiradigan направление qanaqa bo'lishi mumkin? Tushunasizmi? Ularga xuddi shu savol berganman. Nimaga siz web razработка bilan ham shug'ullanasiz? Вообще grafik dizayndan alohida tema qilibmi? Nega shahzod deyapti? U vizual-ku deyapti. Menga vizual yoqadi deyapti. То есть mani направлением bu vizual. Vizualga tegishli hamma narsani men o'rganishim kerak deyapti. Tushunasizmi? Bu qanaqadir darajada ekosistema. То есть o'zi uchun deylik, bilimi yo'nalishlari uchun, bilim yo'nalishlari uchun qanaqadir bir bilmadim, menimcha izlanishdan to'xtamaslik bu yerda. Agarda aytaylik, даже sun'iy intellekt nimani ham olib qo'yadigan bo'lsa, aytaylik motion dizaynni yoki boshqa dizaynni olib qo'yadigan bo'lsa ham, unda har doim chora bor. U chora nima, web razработкаchilikmi desangiz, yo'q, faqat emas. U chora izlanishda. То есть har doim izlanish. Siz agarda даже nima bilan sun'iy intellekt даже sizni nimangizni joyingizni olib qo'ysa ham, pozitsiyangizni olib qo'ysa ham, sun'iy intellekt bilan ishlaydigan bitta odam kerak, to'g'ri? Yoki aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Masalan, o'zingiz aytganingizdagi 4 yil, 5 yil oldin ruchnoy sanaydigan odamlar yo'q hozir. Okeyda, yo'q. Lekin yangi pozitsiyalar ochilgan-ku. Copywriter degan narsa yo'q edi, masalan. Qo'yib beradigan odamlar bor hozir. Qanaqa qo'yib beradi? Qo'yib beradiganlar bor. Qanaqadir masalan, uzr gapingizni bo'ldim. Anaqada Mercedes Singapurskada o'qib yurganimizda Mercedes kompaniyasini marketing bo'limini o'rganib chiqishga harakat qilganman. Men uni dizayneriga, Mercedes kompaniyasining dizayneri bor, senior dizayneri. O'shanga podpisatsiya qilib qo'yganman Instagramda. Juda ham zo'r anaqalarni beradi. Kreativ g'oyalarni beradi mashinalar bo'yicha. O'sha marketing bo'limini o'rganib chiqqanimda ularda bitta pozitsiya bor, konseptualist degan. То есть bitta odam faqatgina mashinani filosofiyasi bilan shug'ullanadi. Tushunasizmi bu qanaqa pozitsiya? Bu bizda O'zbekistonda tasavvur qilishmaydi bunaqa pozitsiya. U faqatgina mashinani o'zini qanaqadir xarakterlarini, o'sha bizda hozir masalan siz brend platforma bilan shug'ullanasiz, brend xarakteri degan tushunchalar bor, to'g'rimi? Brendning imенно xarakterlarini aniq qilasiz. Masalan, konseptualistga siz o'shanaqa bizani brendimiz mana bunaqa xarakterga ega deb bersangiz, u shundan mashinaga o'shanaqa xarakter qo'yib, unaqa berish mumkin. Tasvirlab berish mumkin. Bu degani mashina chizib beradi emas. Общий konsepsiyasini yaratib beradi. Nima aytaylik, faralari qanaqa bo'lishi mumkin, qanaqa funksiyalarni bajarishi mumkin, nima bilan ajralib turishi mumkin va hokazo. Bu agressiv bo'ladimi? Qaysi segmentda bo'ladi? SUV bo'ladimi, sedan bo'ladimi va hokazoda. Mana shu boya bergan savolingizga qanaqa nimada boshlashim kerak degan karyerani. Men o'zim ko'rgan narsam, katta tizim bo'lsa, katta korxonada kichik qismi qilishdan boshlash, kichkina qismi qilishdan, masalan, bo'lishi mumkin bu oddiy copywriter yoki copywriter yordamchisi yoki bloger bo'lishi mumkin. Kichkina chastdan boshlash, bo'limdan boshlash, tizimi tushunib, shu tizimga nimadir hissa qo'shishga yordam bersa, ham tizimi tushunadi, ham katta mas'uliyat ola olmaydi ekan baribir karyerasining boshida. Yengilroq kirib ketsa kerak sohaga. Yaxshi tomoni, men ko'p ko'raman, mutaxassislar bor, deylik, agentlikda birdan boshlagan ishini, lekin ishi
agentlik ishi ham biznesda realizatsiya qilinishi kerak. Oxir oqibat qanaqa ishlaydi bu narsa? Masalan, bo'ldi, mana shu narsa flyer qildi. Lekin bu pechatdan qanaqa chiqadi bosmadan, masalan, ranglar o'ynab ketib qolmaydimi, boshqa bo'lmaydimi degan joylarni tushunish uchun bitta tizimi qanaqadir kichkinachasidan boshlasa balkim yaxshidir. Keyin mutaxassisligini tanlab, pozitsiyasini tanlab o'zini qidirishga bir qanchadir 1 yil, 2 yil ketar. Hamma ham topa olmas. O'zi umuman top marketolog bo'lib noldan deylik, O'zbekiston sharoitida mana kurs o'qib chiqyapman. Ko'rdim, qanaqa reklama ko'rdim. Bo'ldi 3 oyda mana kursimni olasan, zo'rg'a chiqib ketasan. Tam oyiga qanchadir summa topasan, bo'ldi. Men kurs kirdim, o'qidim, chiqdim. Bozorga qarayapman, bozorda sizlar aytyapsizlar, bitta pozitsiyani tanlashinglar kerak. O'sha bo'yicha ketishinglar kerak debsizlar. Okey. Endi men o'sha pozitsiyani tanlab, unda ishlab, o'sha falon summa chek chiqarishim uchun, deylik, o'rtacha $1000 chiqarishim uchun qancha vaqtim ketishi kerak? O'rtacha. Hammada har xil, kimdadir ertaroq, kimdadir kechroq bo'lishi mumkin. Qancha vaqtimdan ketishim kerak? Umuman o'sha toplarni qatoriga kirishim uchun, o'zi bizda top 1% degan narsa bor. O'shanaqa 1% ga kirishim uchun nechta proyektni qanaqa fakaplar qilishim kerak, o'rtacha, necha yil ishlashim kerak? Shu haqida qisqacharoq. Qarang, gapingiz bo'lmadimi? Savollaringiz bo'lib chiqaylikda, 3 ta savol bersangiz, masalan. Birinchisi necha yil ketish kerak, Ha. Prosta primyerga qaraylik. Har doim har xil ketadi bu narsa. Menimcha, har kimda har xil bo'ladi. Obyektivniy qanaqadir bitta fakt yo'q. Lekin mana qaraylik, top 1% li ekspertlarga qaraylik. Necha yil vaqt ketgan? Kamida 10 yil ketgan, to'g'rimi? Farhod aka Kamilovga qaraylik. Kamida 10 yil ketgan, to'g'rimi? Ustoz bo'lish darajasiga chiqish. 15 yildan kam yo'q. Ha. Adashmasam 10 yildan ortiq deb reklama qiladilar, o'zlari ham aytadilar. 10 yildan ortiq deb. Aynan mana shu reklama bo'yicha ham biza Instagram tomonlama, ya'ni Insta marketolog bor, ro'sam realniy hayotda o'sha 10 yil, 15 yillik bor. O'sha haqida ham qanaqa ajratib olsam bo'ladi, shu haqida ham qisqacharoq o'sha savollardan birdan o'ylab ketsak bo'ladi. Boyagi savol shahzodga men nima aytmoqchi edim? Tadqiqot qilib ko'rganman kichkina. Ya'ni 1 yilgacha bo'lgan mutaxassislar, 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan mutaxassislar, 3 yildan 5 yilgacha, 5 yildan ortiq tajribasi bor bo'lgan mutaxassislar. Sohaga qanaqa kirib kelgan, nima muammolari bor? O'zi har doim blogimda yoki umuman ko'p meni shunaqa so'rovnomalar, tadqiqotlar qilib yuramiz. Endi agentlikda bu o'z yo'nalish bo'lgani uchun shunaqa tadqiqot qilib ko'rganman. Birinchidan o'sha boshida kirayotganda bu normalniy, yaxshi kurs o'qib qoladi, yomon kurs o'qib qoladi, farqi yo'q. Bozor hali bo'sh. Misol uchun boshida shunchaki tekinga olgan bilimlarini sinab ko'rsin bo'ldi. Men ko'rgan narsa 1 yilgacha bo'lgan mutaxassislarning hammasi oyligidan norozi bo'lgan. So'rovnoma o'tganimizda hammasi oyligidan norozi. Endi oyligidan noroziligining sababi o'sha kurslarda berilgan va'dani sababidan bo'lgan. Endi 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan o'sha men ko'rgan mutaxassislarning orasidagi eng katta muammo hard skill yetishmayotganligini tushunib yetgan. Ya'ni birinchi va'da noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi kurs qisqa muddatda 1 yoki 3 oylik kursda qanaqadir biznes zadachani yechadigan darajada hali bilim olishga ulgurmagan. Ya'ni fundamental bilimlarni olgan bo'lishi mumkin hali endi. Endi 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan mutaxassislarni ko'rganimda hali pozitsiyasini aniqlamagan. Ko'pchiligida qanaqa pozitsiyalanish bo'yicha muammolari bor, kelajakka qanaqa qurish kerak, endi sotuv qanaqa qilish kerak. Ya'ni hard skillni ancha bunchasi o'rgan bo'lgan, to'kilib bo'lgan o'sha 3 yilgacha ko'pchilik o'tmas ekan bu yog'iga. 3 yildan 5 yilgacha bo'lganlar orasida men ko'rgan eng katta muammo shu. Ya'ni sotuv bilan endi daromadimni oshirishim kerak. Endi realni tushungan, boshida u so'zlar noto'g'ri bo'lgan, yana bilim ustida ishlash kerak boshqa tushungan. Endi qanaqa daromadimni ko'paytiraman. 5 yildan ko'p mutaxassislarning orasida men ko'rgan narsa endi nastavnik. Endi real ustoz kerak, real mutaxassis kerak, u tushunib bo'lgan, qanaqa o'zini ustida ishlash kerak. Juda ko'pchiligi men ko'rib 5 yildan ortiq ishlatganlarning ko'pchiligi daromadidan qoniqmaslik degan narsa yo'q. U yoqda deyarli kam ekan. Endi bitta doimiy ushlab turadigan nastavnik kerak ularga. Nimaga? Chunki endi shunaqa muammolar chiqish boshlaganki, kursda yoki kitoblarda o'qitilmaydi bu narsalar. Ularda ko'rgan muammo shu. Shundan kelib chiqib ham men boya aytgan narsa,
katta tizimida kichkinachasidan qism bo'lagini nimadir ishini, muammosini hal qilishdan boshlash yaxshiroq bo'larkan. Bu o'sha o'zim ko'rgan mini tadqiqoti natijasi. U yoqda birinchi bosqichda 40 dan ortiq odam qatnashgandi, keyin marketing klubda ancha odamlar qatnashdi so'rovnomada. Shulardan kelib chiqib kelgan xulosam. Demak, baribir boshlanishi yo'nalishmas boshqa emas. Birinchi просто operatsionniy kichkina bir zadachalardan boshlarsan. O'zi tushunsin. Biznes nima? To'g'ri. Marketing nima? Biznes nima? Marketing nima? Masalan, man juda kam kurslardan biznes model haqida gaplashib bo'lasiz siz bilan. Biznes model, moliya, HR, marketing aloqador bo'lgan mahsulot, o'zi produkt bilan ishlash degan narsalarga yetib kelgan o'zi marketologlar o'zi kam hali. SMMda ishlayotgan bo'lishi mumkin, operatingda ishlayotgan bo'lishi, biz aytayotgan narsalarga yetib kelmaganda hali. O'shanga tushunib olishdan tizim qanaqa ishlaydi, biznes qanaqa ishlaydi, jarayon qanaqa ishlaydi, biznes o'zi zadachasi qanaqa, marketing zadachasi qanaqa, kommunikatsion zadachalari qanaqa bo'ladi, shuni tushunib olishdan boshlashi foydaliroq. Ha, endi bu narsada to'g'ri aytyapsiz. Demak, bu narsa ko'proq aytaylik 1 yilgacha bo'lgan tajribada marketologlarga tegishli. Shunaqa. To'g'rimi? Demak, bir kurs o'qidi. Demak, bu kichkina operatsion zadachalardan boshlab marketing nimaligini, klient bilan qanaqa gaplash kerak va hokazo hokazoni bilib olish kerak. Shunaqa. Mana shu etapda demoqchi. Oyligidan norozi bo'lmagan holatda topganiga qanoat qilib, sabr qilib, chunki biz ko'rgan mana shu tadqiqot jarayonida ko'rgan narsam shu, hammasi 80% oyligidan norozi. Ya'ni o'sha va'dalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi shunaqa nimalar berilgan, o'qigan joydan, boshqa joydan qanaqadir va'dalar olgan, ishonib qolgan shu narsaga. Demak, rostdan pul ko'p ekan bu sohada degan narsalar bilan. Reallikda boshqacha bo'lgan. Endi o'sha nimaga qaytsak bo'ladi? O'sha boya aytgan Shahzoda, siz fikringiz mana savol berildi. O'sha Instagramdagi marketologlar bilan LinkedIndagi marketologlar bor. Bu yoqda bitta tema aytaman. Umuman o'zi reallikda bizni tanimaydigan mutaxassislar ham juda ko'p. Masalan, na LinkedInda, na Instagramda distributsiyada ishlayotgan man bilaman. Misol uchun bilim zo'r, boshqa zo'r, qanaqadir ijtimoiy tarmoq yuritishga vaqti ham yo'q shunchaki. Shunaqa mutaxassis. Prosta xohlamaydi u narsani yoki masalan kerak. Balki vaqti ham yo'qlari bor. Qanaqa ajratish kerak degan o'sha savol beradi. Masalan, men qanaqa ajrataman? Men ko'proq кейslari bilan birinchi qaraydigan narsam necha yil opiti bor ekan, кейslari qanaqa keyslarni qilgan. Masalan, men o'zim bitta nastavnikim borlar. Procter & Gamble ishlaganlar, Pepsi'da ishlaganlar, yana bir qancha anaqalarda ishlaganlar, proyektlarda ishlaganlar. Har bitta proyektda ko'p 2 yil, 3 yil kamida ishonchli ishlaganlar, qisqasi keyin brend menejer bo'lib, ishonchli ishlaganlar. Qo'llarida adashmasam 20 tami, 15 ta, 20 ta xodimlari bo'lgan. Endi marketing komandani o'zida. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, birinchi qaraydigan narsa keysga, keyin savol berganingizda ham savolingizga konkretliroq javob beradi-da. Instagram marketologlari tam filosofiyadan olib keladi, bilmadim, abstraktni ko'proq javob beradi, mavhumroq ko'proq javob beradi. No opitni qanaqadir keys ustida operatsion zadachalar bilan opiti bo'lgan anaqalar, demak marketologlar konkretika bilan javob beradi. Mana bunaqa qilsang, men mana bunaqa qilgan, mana bunaqa bo'lgan. San ham ko'p ko'r deydi. Masalan, ko'proq mana shunaqa nima bilan konkretika bilan javob beradi. Mana shularga e'tibor bersam, menimcha ajratib olish juda ham oson hozir. Juda ham oson. Mana siz bilmagan narsangiz bo'lsa, masalan, sohaga endi kirayotgan bo'lsangiz yoki o'sha nastavnik tanlayapsiz, boshqa qidiryapsiz, hali bilmaysiz. Sohani bu yoqda nima bor? O'shanga qanaqa ajratib olish kerakligini bilmaysiz. Bu xuddi birinchi marta deylik, nimadir sotib olasiz, hali qanaqa tanlab olishni bilmaysiz. Ya'ni kuymagansiz, 2-3 marta tanlab boshqa bo'ldi. Shunga o'xshagan holatda endi bu. Tushunarli, tushunarli. Endi qarang, qiyin-da bu narsa o'zi. Masalan, konkretni bitta nimani kriteriyani tutib olib, mana shu kriteriyaga qarasang bo'ldi, zo'r bo'lib ketasan. Короче, zo'r ustoz topasan deyish qiyin. Asli ustoz topish asli o'zi uzoq jarayon. Chunki u ne только bilimi yoki boshqa tomonda, u asosan qadriyati, missiyasi, xarakteri, qanaqadir energiyasi tomonidan birinchi navbatda to'g'ri kelishi kerak. Keyin bilimi, opiti va funksionallik jihatdan masalan sizga o'sha ikigai tomonidan sizga to'g'ri kelgan bo'lishi kerak-da.
Bu uzoq protsess. O'sha bu konkretniy o'zingizga to'g'ri keladigan nastavnikni topib olishingiz uchun siz baribir yeb ko'rishingiz kerak, grubo aytganda-da. Menimcha shunaqa. Haqiqiy hayotda, real hayotda shunaqaroq. Agarda lekin o'sha yeb qo'ymaslik uchun qanaqa qadamlarni bosib o'tish kerak desangiz, bilmadim, menimcha shtatda ishlagan to'g'riroq bo'ladi bunaqa holatlarda. O'zingiz ozgina baribir kurslarni o'qing. Menimcha yomon bilimni o'zi yo'q. Kurslarni o'qib ko'raverish kerak. Qaysidan tajriba chiqazib olgan holda keyinchalik shakllanib boradi qanaqadir kriteriyalar. Bu bo'lmas Qora ekan. farqiga bor. Ha, bu bo'lmas ekan. Anaqa qilsa to'g'ri bo'lar ekan, uni tanlasa to'g'ri bo'lar ekan degan qanaqa xulosalar kelib chiqishi mumkin. Lekin ungacha nimadirni tanlab olish juda ham qiyin deb o'ylayman. Keyin shu joyda bitta narsani aytib ketaylik. Hozir Instagram bilan real nima deysiz-ku? Instagram yoki ijtimoiy tarmog'i yo'q bo'lsa, bu zo'r degani emas. Yoki Instagramda blog yuritayotgan bo'lsa, bu qanaqadir Yomon degani emas. Influencer degan narsa emas. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Shuni ham endi misol uchun Instagram yuritayotganlar ko'ngliga tegib ketmasin. Aytib qo'yish kerak bu narsani. Конечно. Chunki ko'rganman, ikkala tomonda ham bor bu narsa. Endi ajratib olish degan joyda bilmadim. Ajratib olish degan joyda o'sha boshida aytgan Vaqt ikkita ko'rsatadi. kriteriya ham eng asosiy, eng bazaviy ikkita kriteriya bu keyslar va opit. Bo'ldi. Boshqa nima aytish mumkin? Boshqa narsa bilan qanaqadir otsenka berish qanchalik to'g'riligini bilmadim. Connected platformasi hozir yaqinda ish boshladi. Marketing Club'da reklama qilishdi. Uni tavsiya qilib ketishimiz mumkin. Hop, konsultatsiyalar bo'yicha. Bilaman, menga ham chiqishgandi brat, rezyume istashing deb. Mana rezyume yo'q doimgidek. Xo'p, endi qarang, menimcha ko'pchilik marketologlarda bo'ladigan narsa, ya'ni sotuv bo'limi bilan ishlash. To'g'ridan to'g'ri. Deylik, siz ertalabdan keladigan bo'lsangiz, sotuv menejerlari sizga qarab, lead qani degan savol berish mumkin. Shaxsan o'zimda bu ham, menimcha ko'pchilikda bor. Hozir ham bo'lyaptimi? Hozir chiqib ketganman u joydan. Mana shu savol ko'p bo'lganligi uchun. Chunki ularga tushuntirganman, sotuv lead qayerdan keladi, sotuvdan keladi. Aniqroq, lead qayerdan keladi, reklamadan keladi. Reklamaga pul qayerdan olinadi, sotuvdan. Demak, sizlar sotadigan bo'lsanglar, men sizlarga shuncha ko'p lead olib kelib beraman. Shunaqa narsalar bo'ladi. Ular mijozlar bilan gaplashgan gaplarini eshitasiz, tushunib yetasiz qayerda muammoligini. Ya'ni siz sifatsiz lead olib kelib berganingiz yo'q. Ko'pincha sotuv menejerlarining o'zida bo'ladi. Xuddi shunaqa vaqtda, paytda men nima ish qilishim kerakki, ular bilan chiqishib keta olishim uchun qanaqa tushuntirib qo'ysam bo'ladi shu narsani. Og'ir botmaydimi aytadigan gap? Bemalol. kerak. Joylashaylik. Qarang, yana bir aytaman, bu meni shaxsiy fikrim va men o'ylayman, shu fikr qanaqadir rezultat olib keladi. Xo'p, tayyormisiz? Birinchi o'chirda o'zingizda ayb topishni boshlashingiz kerak. Ularni qanaqa mijoz bilan gaplashayotganligidan emas. Ular qanaqa jarayonda ishlayotganligidan emas. Jarayon qanaqadir xato bo'lishi mumkin, tizimi, boshqasi, undan emas. Birinchi o'zingizdan ayb topishni boshlashingiz kerak. Hozir chuqurlashaman. Bitta keys aytib ketay o'rtada. Men o'zim individual mentorship qilaman. Hozir to'g'risi aytaman, hozir besplatni qilaman. Prosta o'zim uchun nima o'rgata olar ekanman degan ma'noda. O'sha yerda bitta o'quvchim bor. Otlarini aytmayman-u, bitta yaxshi kompaniyada ishlaydilar. Har doim konkretniy savollar bilan chiqib turadi. Xuddi siz aytgan savol bilan menga bir 3 marta chiqdi. Har doimda bir xil javob oladi. Xo'p, siz qanaqalikda olib kelgandingiz? Men olib kelganligim, men narx so'rayapti. Xo'p, sotuv bo'limi nima deyapti? Sotuv bo'limi aytyapti, endi oxirgi anaqasida xulosasi. Sotuv bo'limi aytyapti, yo'q, narx emas. Menga olaman, ya'ni pulni tashlab ketaman degan odam kerak deb aytyapti. Okey, shunaqa odam olib kela olasizmi? O'ylanib qoldi. Olib kela olayman. Shu, o'shanga qarab budjet ayting. Tushunasizmi? To есть marketingda MQL va SQL degan tushunchalar bor. Marketing qualified lead, sales qualified lead.
marketing qualified deydi. Bu o'sha birinchi etapi deylik. Bu o'sha narx so'rasa, просто заинтересоваться qilsin klient. Sales qualified deydi. Bu уже keyingi etapi. Ya'ni voronkani marketing qualifiedni o'tdi уже. Masalan, bu yoqda aytaylik, narxini so'rasa, faqatgina marketingga qualifiedga kiradigan bo'lsa, sales qualifiedga bilmadim, uchrashuvga kelgan klient kelar. Masalan, bizada hozir bitta klientimiz bor, anaqa rom ishlab chiqaradi. Ulardagi SQL bu zamer. Zamerga borish kerak, o'sha o'lchashga borish kerak-da. Bu mana bu SQL, tushunasizmi? Mana kechagi ko'rsatkich, endi brend nomini o'zini aytmadim. To'g'ri aniq ketaveraman. Raqamlarini 49 ta lead kelgan, 13 tasi zamerga chiqqan. Bir kundanmi? Aytmayman, necha kundaligini konkurentlar bo'lib qolmasin. No, вообще 49 ta lead kelgan, 13 tasi zamerga chiqqan. Bu SQL uchun zo'r ko'rsatkich. Uni bozorida. Tushunasizmi? SQL uchun zo'r ko'rsatkich. Просто siz aytasiz-ku, hozir masalan, siz sotuv qilsangiz, men sizga lead olib kelaman, deyapsiz-ku. Aslida bu endi bilmadim, qaysi ma'noda aytyapsiz. Meni tushunishim bo'yicha ozgina xatolar bo'lishi mumkin. Sizni o'rningizda bo'lganimda men boshqacharoq javob bergan bo'lardim. Okey, давайте o'tiraylik. Voronkani birma-bir raqamlashtirib chiqaylik. Хорошо, sizga qanaqa lead kerak? Sizga narxni so'raydigan odam kerakmi? Yoki bo'lmasam, menga masalan retail bilan ishlayotgan bo'lsangiz, showroomga kelib, to есть tashrif buyurib, telefonni qo'liga olib, bo'ldi, bu telefon menga yoqdi deydigan odam kerakmi? O'shandan keyin konversiya qila olasizmi? Qanaqa odam kelsa, nima desa sizga, o'shandan keyin sizni konversiyangiz hozir masalan 8% emas, 25% bo'ladi. Tipa shunga o'xshash savollarni berib, undan, ya'ni sotuvchidan konkretniy, demak, kriteriyalarni olib, siz voronkani o'shanga so'zlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozir bu yerda retail degan narsani aytdingiz. Ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Retail, ya'ni olib qayta sotadigan. Macbro masalan retail, men oxirgi o'sha ishlagan joyim retail bo'lganligi uchun shu ma'noda aniq aytaman. Endi bu yoqda retailda ko'proq awareness olish kerak, shunaqami sotuv bo'yicha. Bu yoqda qayerda? Retail yo'nalishda ko'proq nimaga e'tibor berish kerak aniqrog'i? Lead kelish uchun, sotuv bo'lish uchun. Qarang, retailning yo'nalishlari juda ham ko'p. Bitta texnika bor masalan. Macbroga o'xshagan smartfon sotadigan bor. Oziq-ovqat bor. Oziq-ovqat va hokazo retaillar anaqalar ko'p. Nimaga e'tibor berish kerak degan savol bu bozorni muhitiga qaraydi. То есть javob o'sha yerda, bozor muhitiga qaraydi. Bozorda konkurensiya ko'p bo'ladigan bo'lsa, конечно, birinchi primo sotuvga qarashingiz kerak. Primo sotuv degani bu faqatgina brendingizni emas. Parallelno brendingizni tikishingiz kerak. Parallelno to'g'ridan to'g'ri sotuvga tikishingiz kerak. Marketingda SOV degan tushuncha bor, share of voice deyiladi. Ya'ni bilmaganlar uchun pulni aytib ketaveraman. Ya'ni bozordagi umumiy reklama xarajati ning sizdagi ulushi qanaqa? O'shani share'ida. Aytaylik, retail sohasidan Macbro sohasida aytaylik. Macbroda bozordagi reklama ulushi Macbroniki emas, umumiy bozor reklama xarajati bilmadim, $1 million. $1 million masalan, siz necha foizni egallamoqchisiz bozor? 30% egallamoqchimisiz 1 milliondan? Kamida 30%ni X uchun sarflashingiz kerak. Endi bu yoqda savol. Men marketingga qanchadir summa tiqdim va o'sha tikkanimni sarfladim. Okey, sarfladim. Qanchadir summa sarfladim. Men kutgan narsa bo'lmadi. Ya'ni noto'g'ri ketib qoldi. Endi nima qilishim kerak? Biznes qanaqa yurishi kerak deysiz? Qanaqa ishlashim kerak? Savol ozgina mavhumroq. Bu yerda qanaqa qarash kerak? Xo'p. Mana bunaqa deylik. Deylik, bir situatsiyani aniq qilaylik, qanaqadir sohani olib. Deylik, suv ishlab chiqarish, misol uchun. Suv biznesim bor. Har doim keladigan summani, o'sha aylanadigan summadan 15%ni men marketingga sarflayman, reklamamga, SMMga, boshqa narsalarga sarflayman. Biz shunaqa qanaqadir xato reklamli kampaniya qilib qo'ydik. Offline'da bannerni noto'g'ri qilib qo'ydik, shunaqa narsa qildik. Bu biza kutgan narsani bermadi. Bermadimi yoki xato tarafga olib ketdimi? Xato tarafga olib ketdi, bermadi. Olib ketgandan keyin bermadi. Endi dalishman nima qilishim kerak? Ya'ni biza summani ishlatib qo'yganmiz. Siz siz marketologmi? Marketologman.
Biza berilgan summani ishlatib qo'ydik bu yoqda. To'g'ri отчетini berish kerak biznesmenga. Mhm. Mana bunaqa qilib qo'ydik, xato qilib qo'ydik. Mana bunaqa решениyasi bunaqa. Bo'ldi, boshqada shu. Nima qila olasiz boshqa? Aha. Manda bo'lgan shunaqa faqat. Bo'lgan. Avtomasterda ishlaganimda bo'lgan, brend nomini aytmoqchi emas edim, mayli. Tut qo'yaveramiz. Shu kompaniyada ishlaganimda bo'lgan. Nima qilganmiz? Endi men uchun bu faqat to'g'risi biznesmen uchun o'sha paytda bu narsa aslida maqsadiga erishilgan zadacha bo'lgan. Bizga konkret zadacha berishdi. Avtomaster degan brend nomi yo'q edi kompaniyada. Brend nomisiz ishlagan shu paytgacha kompaniya, yuridiskiy nomi bo'ladi-yu. Qanaqadir nom. O'sha o'shanaqa nomda ishlaganda. Keyin biz taklif qilganmiz 19-yili, 2019da taklif qilganmiz. Kelinglar, o'sha shunaqaga chiqdinglar-ki, chiqdik. Shunaqa ko'rsatkichga chiqdikki, o'sha bu yog'iga konkurensiya ham chidamaydi. Hamnaqani importlar kelyapti, o'sha konkurensiya chidamaydi. Boshqalardan ajralib turishimiz uchun ham qanaqadir brend nomi kerak. Хотя бы o'sha narsa uchun давайте qilaylik deb, o'sha payt 360 agentsiyani tanlab, ular bilan brending qilgandik birgalikda. Avtomaster bilan o'sha paytda brending qilganimizdan keyin bizga zadacha berishdi. Endi bu nomni hech kim tanimaydi. Давайте nima qilaylik? Tanitaylik va shunaqa tanitaylikki, bu shu avtoservis laboratoriyasini sotadigan kompaniya ekanligini hamma bilsin. Tez bilsin. Bitta ko'rganda eslab qolsin. Mana shunaqada, jaydaricha. Xo'p, juda ham ko'p o'ylandik gruppa bilan. Nestandartniy решениyaga keldik o'sha payti. Oddiy til bilan aytganda, reklamni kampaniya zapuskasi qildik. Reklamni kampaniyada просто kerakmi degan reklam kampaniya. Подъемник kerakmi? Telefon nomer. Lekin bu yog'ida привлекающий bu offline reklama kampaniya bo'lgan. Bu yog'ida nimani reklamani kodda подъемник turibdi. Подъемник nimaligini bilasizlar, o'sha mashina ko'taradigan подъемник va ustida katta mamont fil turibdi. 3 tonnaga, 4 tonnagacha ko'taradi. Birlar 4,5 tonnagacha ko'taradi. O'sha fil 3D grafikada qilingan. То есть porti chiqib turibdi o'sha payti. Birinchilardan bo'lib biz qilganmiz o'sha payti. Yoki bo'lmasam jirafa turibdi, bo'yi uzun jirafa billboarddan chiqib turibdi. Endi u Toshkent ichida adashmasam zapuskasi qilinmagan, ko'proq Samarqandda zapuskasi qilingan, shu Ulug'bek bozori yonida, Xorazmda zapuskasi qilingan. Nechinchi yil? 19-20. 19-yil. Ko'rmagan ekanman. Emas adashmasam. Endi B2B da baribir. Kam anaqiga. Jirafa, katta jirafa turibdi-da, og'zida ip ko'tarib turibdi. Shunaqa montaj qilganmiz. Haqiqiy jirafa, multichniy jirafa emas. Malibuni ko'tarib turibdi, Malibu 1ni. Ko'tarib turibdi o'sha yerda. Zo'rg'a og'zi bilan ko'tarib turibdi-da. Yoniga yozib qo'yganmiz yana. 4 tonnagacha ko'taradigan подъемник kerakmi? Nomer telefon. Telefonlar adashmasam o'sha payt, endi men raqamlarda hozir adashishim mumkin. Kuniga bilmadim bir 6-7 ta, 8 ta, ular B2B направление bo'lganligi uchun 60 tagacha chiqib ketgan. 10 barobar shu. Lekin juda ham sifatsiz bo'lgan. Okey. Mana shu uchun ham faqat. То есть bu narsalar не только unda, то есть bu narsa kataloglarga ham qilganmiz, xuddi o'sha reklamani hamma narsa qilganmiz, digital bannerlar ham qilganmiz, hamma narsa qilib tashlaganmiz. No, sifatsizlar juda ham ko'payib ketgan. O'shandan keyin to'xtatganmiz. Bu yoqda bitta narsani tushunib olish kerak, menimcha biznes segmentini ham o'zi. Ya'ni o'sha faqat masalasi, xato masalasida ham noto'g'ri yetib qolgan. Faqat bu so'kinish emas, bu xatolik. O'zbekchasiga tarjimasi xatolik. Hozirda o'sha xatolik yetib qolishida va boshqa masalada ham yoki bo'lmasam marketing bilan sotuv ishlashida ham menimcha o'sha biznesni turi, daraja, masalan, qaysidir bizneslarni darajalarida bo'lmasligi ham mumkin bu muammolar balkim. Shunaqa. Ya'ni adekvatniroq hal qilinishi mumkin. Kichkina bizneslarda jaydar janjal bo'lishi mumkin yo'qdi. O'sha bu xabar holatga bog'liq, javobli ham shunga qarab farq qilsa kerak. Masalan, o'sha zavodda ishlaganimizda bizada B2B bo'lgan yoqda, u yoqda unaqa muammo bo'lmasdi. Ya'ni lead sifatsiz, boshqa bu yoq degan narsalar bo'lmasdi. Chunki sotuvga alohida qaralmasdi yoqda o'zi. O'shancha. Masalan, trevenda bo'lmaganda. Marketing ichida, yo'q, sotuv bo'limi bor, marketing ichida.
Marketing ichida. Ya'ni u yoqda masalan model muhim bo'lgan sotuvdan ko'ra yaxshi model chiqarish. Chunki model zo'r chiqsa, shundoq ham sotuv zo'r. Ha, Model nisha yomon ochiqsa, chiqsa, model yomon chiqsa, bo'ldi, sotuv bo'limi hech narsa qila olmaydi. Ya'ni sotuv bo'limida bo'lmagan u yoqda nima? Qanaqadir sotishi darajasi. Makburoda ham xuddi shunaqa bo'lganda, holat, nisha bo'sh deganingizga anaqa qilib qoldim. 20-yillarda masalan boshlangan bo'lsa biznes o'zi, nisha juda ham bo'sh bo'lgan. Отдельный malikadan отдельный chiqqan, brend qilgan, jaydarcha aytganda brend qilgan, qanaqadir chiroyli showrumi bo'lgan, qanaqadir aromatizatorlar ko'p qo'ygan, unaqa showrum bo'lmagan. Ya'ni nisha emas, u bunaqa format desak bo'larkan-da. Format ham o'zi hozirgi kunda nisha sifatida bo'lib ketdi-da, отдельный alohida yo'nalish bo'lib ketdi-da bu narsa. То есть showrumli retail. Buni o'zi yo'nalish desak ham bo'ladi. O'shandan keyin masalan Makburodan keyin 20-yildan keyin sekin-sekin rivojlanish boshladi. U rivojlanish ham 2 yildan keyin bo'lib ketdi-da. Masalan, aytaylik, o'sha payt 20-21-yillarda 3-5 ta konkurent bo'lgan bo'lsa, 22-23-yillarda уже bu 10 tagacha yetib bordi. 24-yilda 60 tagacha, 60 plus bo'lib ketdi. 25da уже yana qo'shilib ketyapti, tushunasizmi? Asosiy inkubator bo'ldi Malika bozori. То есть Malika bozori o'zidagi odamlar отдельный Makburoga o'xshatdi-ku deb qayta chiqyapti. Ko'pchilik rostdan shunaqa chiqyapti. Endi biz konkurentlarning ichiga kirib ozgina o'rganganmiz, ko'pchilik shunaqa chiqyapti, Malika bozoridan chiqyapti. Instagram katta yordam beryapti bularda. Shunaqa. То есть nishani bo'shligi ham katta ahamiyatga ega. Bu yoqda mana bunaqa masala bo'ladi. Yaqin o'zimga chiqishgan deb. Deylik, men qanaqadir xalq taniydigan odamman. Falonchixon degan biznes qildim. Biznesimda sotuv men kutgandek emas. Ya'ni awareness bor, hamma biladi biznesimni, lekin mendan sotib olmaydi narsa. Bu holatda nima qilishim kerak? Chuqurlash kerak. Nimaga sotib olmaydi? Chuqurlash kerak. Masalan, bizada ko'p bo'ladi. Oddiyroq tilda anaqa qilaman, gapiraman. Aytaylik, bu degani обращениеңiz ko'p, sizga keladigan поток savollari ko'p, hech kim sotib olmaydi deganida. Savollar ko'p bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Обращение ko'pmi? Okey. Ulardan klassifikatsiya qilib chiqishimiz kerak, to есть turlarga bo'lib chiqishimiz kerak. Qanaqa обращениялар ko'proq kelyapti, qanaqa savollar ko'proq kelyapti. Ularni segmentlarga bo'lib chiqasiz. O'shandan keyin sababini aniqlaysiz. Mana bu segment mana bunaqa sabab uchun, mana bu segment mana bunaqa sabab uchun. Просто so'rovnoma orqali bo'ladimi? Qanaqadir глубинный intervyu orqali bo'ladimi va hokazo. Sabablarni aniqlaysiz, sabablardan kelib chiqqan holda produktingizni to'g'rilaysiz. Gap shu yerda. То есть bu yerda faqatgina nimaga nima deydi, обращениyaning holatiga va segmentning og'riqligiga qarab to'g'rilab olishingiz kerak. Demak, produktingiz xatodir-da. Yoki bo'lmasam biznes modelingiz qanaqadir xatodir. Yoki bo'lmasam bilmadim, o'zingiz qanaqadir xato pasil berayotgandingiz. Masalan, bizada bo'lgan mana agentsiyamiz o'zida shunaqa holatimiz bo'lgan. Oldinroq produktimiz o'zini to'g'ri tushuntirib emas, bu yerda bir ikkita pasilni qoldirib ketganligimiz uchun klient отказ qilib olgan. Juda ham ko'p откazlarning soni ko'payib ketgan. Ya'ni просто produktni описаниесida biza 2-3 ta gapni qoldirib ketganimiz uchun. Грубо говоря. То есть to'g'ri tushuntirib bera olmaganligimiz, to'g'ri o'sha yetkazib bera olmaganligimiz uchun. То есть bu ham katta ahamiyatga ega, demak, produkt to'g'rilashimiz kerak ekan. degan xulosa bo'ladi. Nima bo'yicha so'ramoqchi edingiz? Savob. Mana hozir endi boshida sohani endi tugatgan vaqtda berdingiz-ku. Bu yoqda deylik, ushlab qo'ydi 2-3 yil SMMda, u yoqda agentlikda agentlik qilib ko'rganlar bor, o'sha tadqiqotda zo'r narsa chiqqan. 3-4 ta bola bo'lib. Qachon agentlikka o'tish kerak o'zi? Copywriter agensiya qilib boradi, o'zi boshqa qiladi. O'shani so'ramoqchi bo'lganim, real o'sish uchun endi bu daromadga ham bar ta'siri bormi uni? Katta korxona yoki kattaroq budjetda yoki kattaroq yaxshiroq agentlikka o'tish uchun nima tavsiyalaringiz bor o'zingizda? Mana o'zingizda hozir agentligingiz bor, korxonada marketing direktori ham bo'lib ishladingiz. Hard skilllar bo'yicha, ya'ni soft hard skilllar bo'yicha nimalar olish kerak, qanaqa yo'nalish bera olasiz ularga? Xo'p.
marketing direktor, to есть savolni to'g'ri tushungan bo'lsam, marketing direktor bo'lish uchun yoki plyus u yog'iga o'sish uchun Endi qanaqa masalan, hard skilllar kerak degan ma'noda. marketing direktorligi ham misol uchun kichkina o'quv markaz, bitta marketolog. Uni olib qarasangiz marketing direktorida endi o'sish deganda keyingi bosqichga o'tish. Misol uchun $5000 oylik byudjet boshqaradi, 50 mingga chiqish masalan yoki kattaroq, yaxshiroq agentlikka o'tish, Tushundim. jiddiyroq ishlar bilan shug'ullanish demoqchiman. Tushundim. Bu yerdachi asosiy narsa asosiy soft skill bu yerda harakatdan to'xtamaslikda. То есть bu har doim izlanish. Mani bitta tanishim bor. Nimasida shunaqa prichka qilib olgan. Mashinasida har doim ChatGPT bilan gaplashib ketadi. Marketingda oxirgi yangiliklar nima? Anaqada tam давайте uni ichiga mana bu yangilikning ichiga chuqurlashamiz. Buni yangilikning ichiga chuqurlashamiz deb gaplashib ketishadi. ChatGPT bilan. Masalan, bu ham zo'r prichka. Izlanishdan to'xtamaydigan odamlardanda. Soft skill asosan izlanishdan to'xtamaslik, harakatchanlik har doim. Endi bu nimaga olib keladi desangiz, bu o'sha sizni keyingi etapga o'tkazishi mumkin bo'lgan hard skilllar, ya'ni ko'nikmalarga olib keladigan narsada. Asosiy mana shu soft skillingiz o'sha ko'nikmalarni shakllantirishi mumkin. То есть qanaqa hard skilllar kerak bo'lishi mumkin o'zi. Asosan men ko'rgan hard skilllar bular, то есть topoviy marketolog bo'lish uchun meni shaxsiy fikrimdan, shaxsiy xulosalarimdan kelib chiqqan nimalar, hard skilllar bular analitika, kuchli analitik bo'lish kerak, kuchli ijodkor bo'lish kerak. Bu ikki xususiyat, aytaylik, xarakteristika deylik, bittada jamlanishi juda ham qiyin. O'zi kreativlik bilan analiz. Juda ham qiyin. Lekin shuni jamlagan odam menimcha strategik ham bo'la oladi. To'g'ri joyda to'g'ri resheni qabul qilish uchun yordam beradigan narsa strateg degan. Zo'r ijodkor ham bo'la oladi. Vaqtida to'g'ri qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar o'sha vaziyatga moslashib ketib, demak, nimani aytaylik, vaziyatni o'zgartira olish uchun. Va masalan har qanaqasiga moslashib kreativ решениялар, demak, подбор qilib o'shani внедрение deydi. Внедрение qilish uchun-da kreativlik juda ham kerak bo'lib qoladi. То есть asosiy hard skilllar mana shu ikkalasi deb o'ylayman o'zi. Zo'r strateg marketologda analitika va kreativlik bo'lishi kerak asosan. Endi soft skillga keladigan bo'lsak, masalan, agarda bizning auditoriyamiz 1 yillik, 2 yillik, 3 yilgacha bo'lgan, 3 yilgacha optgacha bo'lgan marketologlar bo'lsa, ularga eng asosiy kerak bo'lgan soft skill bu to'g'ri kommunikatsiya deb o'ylayman men o'zim. Ko'pchilikda ego ko'p anaqasini, miyasini anaqasi egallab oladi, joyini egallab oladi. So'rashga ham nima qiladi, ya'ni nima deymiz, or qiladi deylik, грубо говоря. Xullas qanaqadir ego to'siq bo'lib qoladi-da. Kommunikatsiya uzilib qoladi. Masalan, marketolog har sohadan bilishi kerak. Finansiy direktordan ham borib ishini o'rganish kerak bo'lsa. Gaplarda, именно kommunikatsiyada, buni qanaqa qilsa bo'ladi, buni qanaqa qilsa, anaqa resheniyasi yo'qmi, anaqa resheniyasi. Har doim savollar bilan o'rganib olish kerak kommunikatsiyada. Sotuv bo'limi bilan aka-uka bo'lish kerak. Kommunikatsiyada u ham. Bizada, Allohga shukr, shu paytgacha hech qaysi proyektimizda sotuv bo'limi bilan problem bo'lmagan. Bittasida ham problem bo'lmagan sotuv bo'limi bilan. Sotuv bo'limi bizaga lead-qani, davay bizaga tam lead ber deb gapirmagan. Biza chunki boshida yaxshi muomala qilamiz, juda ham chiroyli muomala qilganmiz. U ozgina katta kemoqchi bo'ladigan bo'lsa, yana chiroyli muomala qilganmiz, u ham pastga tushgan. Shu kommunikatsiyani menimcha to'g'ri o'rganib olishimiz kerak. Asosiy mana shu 3 yil oralig'ida bo'lgan opitda menimcha pozitsiyangiz o'sha yerda o'rnatib qolinadi-da, o'zingizdagi privichkalar, boshqa narsalar. Shu egomizni ozgina yengib olib, menimcha nima qilib olishimiz kerak? To'g'ri yondashib olishimiz kerak o'sha kommunikatsiyaga. Soft skillimiz o'sha tomondan o'ssa, harakatdan to'xtamasak, harakatchan bo'lib tursak, menimcha bu yerdagi hard skilllar muammo bo'lmaydi. Kreativlik ham, analitika bo'yicha ham o'sha raqamlarni o'rganib olish ham aslida katta tema emas.
Ya'ni Asosiy nima? Egoni yengib olishadi. jamlasak endi javobi o'sishdan to'xtamaslik, analitik va kreativligi rivojlantirish и to'g'ri muloqot qilish, ya'ni ish To'g'ri muomala qilish. jamoa bilan, tashqaridagilar Shunaqa. bilan. Shunaqa. Keyinchalik masalan bu narsa menejmentda, ya'ni upravleniyada ham juda ham kerak bo'ladigan narsada. Juda ham kerak bo'ladigan narsa. Chunki to'g'ri muomalani qila oladigan odam o'zi strategik odam bo'ladi. Ya'ni уже Asli. masalan karyerada o'sish boshlagandan keyin o'zi ish qilish emas, boshqalarni ishlatishni boshlaydi-da. Boshqalar bilan ishlashi, boshqalar bilan ishlatish boshlaydi. Shunaqa. Boshqalarni ishlatish boshlaydi degani o'zi upravleniya degani-da. To'g'ri muomala qilib, to'g'ri joyiga qo'yib, to'g'ri ish bajartira olish asli katta mahorat. Katta skill. Savolingiz bormi? Shunaqa. Savol boshga qaytish hozirroq. Ya'ni boyagi narsa. Bizda hozir kurs ochdi. Ko'p mikslar bo'lib ketdi. Kurs ochganimdan keyin birdan qanaqa agentство ochib tashlaymanda. Soqqan qilishim kerak deyilgan xayol bo'ladi ko'pchilikda. Ya'ni ko'pchilik bolalarda ko'rasiz shu narsani. Nima bilan desa, agentство ochamiz bolalar bilan deydi. Kurs bitirganiga 1 yil ham bo'lmaydi ko'pchilik. Juda ko'p. O'zi o'rtacha holatda qancha vaqt ketadi umuman agentство ochish uchun? Agentство qanaqa yuritilishi kerak? Ya'ni bu joyda o'sha deylik, ana narsa emasda, bo'ldi klientdan $1000 oldim, men bunchasi unga beraman, bunchasi men unga beraman. Qanaqa o'zi bu yoqda sotuv bo'yicha ishlanganda pul taqsimlanishi qanaqa bo'ladi? Bitta kichkinaroq agentstvoga qanaqa xodimlar kerak bo'ladi, mutaxassislar aniqroq. O'zi qachon qilish kerak? Qachon qilish kerak? Mana bunaqa. Qachon qilish kerak? Savol generator ekansizda. Pulni taqsimlash, qachon qilish kerak? Pulni taqsimlash. Uchinchisi nima edi? Qanaqa mutaxassislar kerak? O'rtacha agentstvoga. O'zi umuman agentstvo ochish kerak. Qarang, aniq javob berishga harakat qilaman. Qachon qilish kerak desangiz, 6-8 yil opitingiz bo'lsa, marketingda, biznesda qilishni boshlasangiz bo'ladi. Chunki hozirgi vaziyat, hozirgi bozorda hozir men ko'pchilik o'zlarimizga masalan marketolog kerak, ko'pchilik marketologlar bilan oxirgi paytda gaplashaman, Headhunter'dan topib, menga javoblar bo'lyaptiki, men o'zim agentstvo ochmoqman aka. Tushunasizmi? Lekin qarasam rostdan 6 yillik, 7 yillik, 10 yillik opitlari bor. O'sha proyektlarning ko'payib ketdi to'g'risi. O'zlari chiqishyapti, eski anaqalarim connectionlar, qanaqa networkingdan chiqishyapti. O'zi agentstvo ochib olmoqchi. Bu normal holat deb o'ylayman. Hozirgi nimada bozorda normal holat. Lekin kurs endi bitkazib olib, pulga qiziqib ketib, qanaqadir agentstvo ochib olish, bu termin bor, bozor saturatsiyasi degan. Ya'ni bozorda bir xil produktlarning ko'payib ketishida. Ya'ni buni ichiga o'sha infolotbozlar hamma kirib ketaveradi. То есть sifat yomonlashadi. Bu yerda o'sha sifat yomonlashishi bo'ladida. Siz qanaqadir yomon sifatli xizmat ko'rsatadigan agentstvolardan bittasi bo'lib qolasiz. Yana bitta qo'shiladi. Yana bitta qo'shilib qoladi. Shulardan bittasi bo'lib qolasiz. Nega deganda, sizni upravleniyada asosiy o'zi agentstvo ochayotgan odam upravleniyada anaqasi bo'lishi kerak, upravleniyasi bo'lishi kerak asosan. Hali anaqa joyizga yetganim yo'q, muomala qila olish kerak, normal ishlata olish kerak debdi. Chunki siz o'zingiz qilmaysiz agentstvo ochgandan keyin ishlarni. Agarda siz o'zim qilaman ishlarni deb agentstvo ochayotgan bo'lsangiz, u agentstvo emas, u biznes emas, u tirikchilik. U bilmadim, uzoq $2000 ga ishlash. U ishni siz shtatga kirib ham ishlashingiz mumkin. U pulni shtatga kirib ham topishingiz mumkin agarda pulli bo'lsa, yoki bo'lmasam biznesim bor deb maqtanmoqchi bo'lsangiz, ochib qo'ying. 3 yilgacha bormasligi mumkin. Katta ehtimol bilan biznesingiz. Startaplarning oxirgi chiqqan statistika bo'yicha, adashmasam Garvard Review degan nimada jurnalda chiqqan. 3 yilgacha startaplar yashaydi, 3 yildan keyin o'lib ketadi. Ko'pchilik startap. Adashmasam 80% edi Amerikadagi statistika. 80% gacha bo'lgan nimalar 80 yoki 90% edi. 3 yil yashaydi, keyin o'lib ketadi, 10% o'tadi. Keyingiga 5 yilgacha yashaydi. 1% 5 yildan keyin. Asoschisi degan so'z yoqsa kerakda. Balki hali aytmadi. Instagramga yo'q. Balki shunaqada. То есть aniq javob beradigan bo'lsam, endi keys bilan chuqurlashib ketdim, но menimcha уже biznes va marketingni yaxshiroq o'qitib bo'lib, tushunib, qanaqadir komanda boshqargan odam keyin agentstvo ochsa, buni yashash imkoniyati ko'proq, ehtimolligi ko'proq. Bu qanaqadir biznes bo'lish ehtimolligi ham ko'proq. Ehtimolligi 100% emas, 80% ham deb o'ylamayman. Masalan, ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak-chi, Pul taqsimlash masalasi. Pul taqsimlash. u yerda pul taqsimlashmidi? Men
internetda ko'rgan narsam, Ha. chet el agentstvalarida ko'rgan narsam, даже tualetni qog'ozigacha klientlar to'lashi kerak deyiladi-da, shunga qarab taqsimlaydi pulni. Qiziq ko'rgandim chet elda sistemasi Demak, qanaqa pul ishlashini taqsimlash deganda siz Moliyasini agentstva moliyasi umuman. agentstvada demak siz qanaqa natsenka qo'yishingiz kerak, shu sotish uchun degan ma'noda aytyapsiz-da? Yo'q, agentstvam bor, arendasiga, ishlatadigan xodimlarimga va hokazo, va hokazo umuman o'sha joydagi pul taqsimlanishiga, pul qanaqadir aylanishiga и ko'paytirishga. Shunaqa qanaqa taqsimlanishi kerak umuman O'zbekiston sharoitida. Masalan, men boshida boshlaganimda men aytaman sizga, ikkita agentstva ochib yopganman bundan oldin. Birinchisi Xorazmda ochganmiz. Ota ismi nima edi? Xorazmda ochganmiz, digital agentstva ochganmiz. U yerda ham 3 ta sherik bo'lib ochganmiz. Juda qattiq yopgan ekansiz. Otini Ha. emislar. Nomini emislamasi. NSS edi. No Social Standards edi. Nomi ham No Standard. Nechinchi yilda? Bu 2 yil oldingi gap. 2,5 yil oldingi gap. Hali juda ham yaqinda. Ochganmiz и где-то 6 oy ham bo'lmagan yopganmiz. Minusda yopganmiz, katta minusda yopganmiz. U yerda ham Xorazmda ochganmiz. Keyin o'zim ochganman agentstva bu yoqda Toshkentda. Macbroda boshqa frilanslardan yana o'zimga o'sha proyektlar kelayotganda agentstva ochishga uringanman. Yana u proyektlarni operatsion zadachalari deb u agentstvam ham gruppasi tarqab ketgan. Aytish mumkin, u ham как бы upravlять qila olmaganman. 3-chi agentstvada tayyor resursli ishlab turgan agentstvaga partnyorlik taklif qilishgan. O'shatga как бы rozi bo'lib borganman. Chunki bu meni как бы armon bo'lib qolmasin degan ma'noda. O'zi anaqa грубо говоря-da. Qanaqadir shtatda ishlashni davom qildirish o'zi menga qiziqmas edi. O'sha ma'noda. То есть aytmoqchi bo'lganim, mana shunaqa periodga kelgandan keyin agentstva ochish aktual bo'lishi mumkin. Nimangizga qaytsak, pul taqsimoti degan narsaga qaytsak, birinchidan bu narsa men o'zim hali ham o'rganyapman. Oson narsa emas. Moliyat endi bu. Bu oson narsa emas, juda ham. Bizani o'sha sherikchiligimizda ham bitta sherigimiz aynan shu pul taqsimoti bilan shug'ullanadilar. Men bosh qotirmayman почти u narsaga. Oyda 1 yoki 2 marta как отчетность sifatida, bilib turish sifatida so'rab aniq qilamiz. No, taqsimot sifatida u yerda как бы men chuqurlashmayman. Men asosiy biladigan narsam, to есть men talab qiladigan narsam marketingga to'g'ri budjet ajratishimiz kerak, fondga to'g'ri budjet ajratishimiz kerak bu. Agentstvada ko'proq fondlar siz ham yaxshi bilsangiz kerak. Fond degani bu fond oplata turida, ya'ni o'sha ishchilarga beriladigan haq. Asosiy produktingiz bu ishchi bo'lganligi uchun, ishchini bilimi bo'lganligi uchun fondga ko'proq ajratasiz. 40%, 70% gacha fond ajratasiz. Qolgani juda ham melki operatsion anaqalar xarajatlar bo'ladi. Bular arenda ko'proq qismini oladi, masalan. Yana nima bo'lishi mumkin? Bilmadim tam. Расходный qanaqadir дорожный расходlar bo'lishi mumkin. Qanaqadir piknik qilishingiz mumkin, nimalar bilan team building qilishingiz mumkin, HRSga nimalar bo'lishi mumkin. Va hokazo, juda ham ko'p narsalar. Juda ham ko'p narsalar bo'lishi mumkin. Asosiy sizni produktingiz o'sha xodimlar bo'lganligi uchun asosiy qismini xodimlar egallaydi. Endi xodimlar, qanaqa xodimlar kerak bizga? O'rtacha agentstva uchun deylik oyiga 50 ming atrofida aylantiradigan agentstva uchun o'rtacha O'zbekiston. 50 ming topa oladigan xodim kerak. Endi qarang, masalan, bizada qanaqa bo'linadi? Bizada har bitta proyektga, masalan, biza demak, strategiya ko'rib bergandan keyin realizatsiyasini ham o'zimiz olamiz ko'pincha. Kompleksli marketing oladigan bo'lsak, u yerda strategik marketolog bo'ladi middle или junior marketolog bo'ladi. Va keyin aytaylik tam production gruppasi bo'ladi, tam SMM modeli bo'ladi, ichida undan keyin po hierarxiya tam dizayner bo'ladi, copywriter bo'ladi va hokazo ketaveradi. Xizmatda kelib chiqmaydi. Endi bu kompleks marketing aytganda. Lekin mana imенно marketing agentstva deganingizga shunaqa strukturani beryapman. То есть birinchi asosan kerak bu strategik marketolog. Bu kim? Bu strategический proyektingizni любой raqamiga javob bera oladigan odam. Bu shart emas. Qanaqadir
operatsion zadacha borib qilishi, tam post material chiqarishi, poligrafiya bilan ishlashi kerak emas. Kerak emas ham, shart emas ham asli. Bu odam asosan to'g'ri razbivka qiladi. Demak, budjetni strategiskiy biznesmenni strategiskiy videniyasini ko'rib, uni to'g'ri vazifalarga bo'ladi, upravlyat qiladi va o'rgatadi qo'lidagi odamlarga. Shu odam bu strateg marketolog. Undan keyin junior или middle marketolog bor. Bu ko'proq operatsion zadachalar. Buni vazifasi birinchi eng katta vazifasi ham strateg marketologdan выжимать qilib, ko'p narsa o'rganib olish. Ikkinchisi bu o'sha отчетностьlarni vaqtida qilib, analitikani vaqtida qilib, to'g'ri xulosani chiqarishni o'rganib olish. Ikkinchi asosiy zadachasi. Uchinchi keyin u yerda tam SMM nimalar отделga kirib ketadi. Men bu yerda отдельный dizaynerskiy uslub hali dizaynerskiy. Agarda masalan ko'proq nima bo'ladigan bo'lsa, SEOshnik ham kirib ketishi mumkin, полный digital komadiya qilishi mumkin. PRchisi отдельно kirib ketishi mumkin masalan ichiga, brend marketolog kirib ketishi mumkin. Va hokazo bu endi biznesni nimasidan kelib chiqadi, o'sha masshtabidan kelib chiqadi. No, вообще asosiy struktura bu strateg marketologdan boshlab dizayner va operator bilan tugaydigan struktura. O'zi Sizlarda qanday ishlaydi? qachon ochish kerak degan narsaga balkim ochmaslik ham kerakdir. Balki Ha. tinchgina. Nimaga? Bir chet. Adizisi "Идеальный руководитель" degan kitobi bor-ku, o'sha rahbarlarni ham xillaga bo'lgan. Ya'ni u yoqda kimdir administrator, kimdir vizioner bo'ladi, kimdir ideyalarni yarataveradi. O'shanga sheriklaringiz bilan tandem bo'lish kerak bu yoqda. Agar masalan siz vizioner bo'lsangiz, g'oyalarni o'ylab ketaversangiz, u operatsionga qolib ketaversa, deadlinelar cho'zilib, mijozlar norozi bo'lsa, pulingizni endi halollab ham topolmaysiz bu yoqda. O'shanga odam o'zini balkim tushunib olishi kerak. Masalan, menda qanaqa sotuv jarayonini yoqtirmayman. Qiziqqonlik bor menda, deylik, rahbarimiz zo'r kelishadida, muloqot, kommunikatsiya zo'r. Shuning uchun men mijozlar bilan unaqa gaplashmayman sotuv jarayonida, o'shanda qizishib ketib qolaman. O'shaning uchun loyiha bizga topshirishadi, o'zimiz jamoa bilan ishlayman, o'zimiz jamoa bilan loyihani realizatsiyasi yoki o'sha brend platformasida ishlaymiz. Endi moliya qismiga qaraydigan bo'lsak, meni tavsiyam agar boshlayotgan bo'lsa, o'zgaruvchan xarajatlar uchun tushunib olish kerak. O'zgarmas xarajatlarni iloji boricha kamaytirish kerak. Misol uchun SMM agensiya ochganlar bor, kichkina marketing agensiya ochganlar bor. Tanishlarimga aytaman, "Uchta loyihang bo'lsa nima qilasan, ofis ol." U o'zgarmas xarajat, u doimiy bo'ladi. Mijoz bo'lsa yoki bo'lmasa, u bor xarajat. Uchta klienting bo'lsa, mijozing bo'lsa, dushanba, seshanba bittasini ofisda, qolgan 2 kun, ikkinchisini qolgan 2 kun haftani, uchinchisini ofisda yurish mumkin. Shunda o'zgarmas xarajatini nolga tushiradi. O'zgaruvchan xarajat Freelansda. Ha, Agentство ochgandan keyin. agensiyada ham shunaqa ishlash mumkin. Men aytmoqchi bo'lganim, уже odam ko'paysa boshqa qiyin. O'zgarmas xarajatlarni iloji boricha kamaytirib, chunki sotuv masalasi bor. Agentligi yopilib ketish ehtimoli shu xarajat bo'lar ekan ko'pincha. Shu KPIga ko'proq bog'lasa menimcha. Endi bu xodimlar bo'yicha. Ha, endi qanaqa xodimlar degan joyda bizda o'sha proaktivda qanaqa desa, bizda brend platforma bor. Bizani bo'limda o'sha brendga aloqador odamlar, keyin produkt kamchasi bor. U yoqda o'sha tadqiqot PMF deydi, ya'ni product market fit, produkt menejerlar, tadqiqot qiladiganlar, o'sha user experience o'rganadigan. Bizda tadqiqotchilar bor, o'sha mijoz insightlarni o'rganadi, dizaynerlar bor. Qaysi joyda copywriting qismini o'zim qilaman masalan. Bu endi xizmatdan kelib chiqib, misol uchun, mana hozir biz Iso Mediada o'tirib, buni ham bir agentlik deb olishimiz mumkin masalan. Xizmatdan kelib chiqib qolgan ancha ketaveradi jamoa yig'ishda. Endi Eng kerak xodim degandachi? O'zi umuman O'zbekistonda qanchalik tema agensiya ochish? Juda ham tema xos. Ya'ni Avstraliyada men eshitayotgan ko'pchilik agentliklar o'zini o'zi zo'r qoplayapti deb eshitdim. produkt qismida muammo ko'pchilikda. Men shuni ko'rganman. Ya'ni agar korxonada ishlayotgan bo'lsa, korxona deylik hamma ish qiladi-ku endi u yoqda, marketing bo'limi rahbari. Lekin agentlik hamma ish qilish kerak emas, pozitsiya bo'lishi kerak agentlikda. Nimaga desa, tizim qurish kerak, ishlarni deliver qilish kerak, topshirish kerak, boshqa qismlari bor. Men o'zim ko'pchilikda endi biz agensiya bo'lgani uchun boshqa agensiyalar rahbarlari bilan gaplashamiz, boshqa qilamiz. Muammo o'sha xizmat, ya'ni xizmati o'sha boshidan o'zi bu PP deydi,
Predprojekt diagnostika bu kim uchun o'zi bu xizmat? Bizani xizmatimiz unga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Undan keyingi etap bo'ldi. Bu mijoz bizaniki. To'g'ri brifing qilish, ya'ni muammosini to'g'ri aniqlash. Undan keyingi bosqich bo'ldi. Xizmat deadline'larini to'g'ri qo'yib, to'g'ri muddatda ko'rsatish. Uzoqroq xizmatlarda, misol uchun, koordinatsiyalar bo'ladi orada, o'sha muloqot, kommunikatsiya hammada ham yaxshi emas, masalan, o'sha vaqtida topshira olish. Jamoasini bu yoqda to'g'ri boshqarish. Shuning uchun endi bu hozir qarasangiz ancha ish bo'lib ketdi-da. Shuncha narsani o'rganish, xizmatni to'g'ri upakovka qilish degan joyda ko'pchilik bosh qotirmaydi yoki harakat qilmaydi unga. Shuning uchun men o'ylaganim, balkim shart emasdir, kim uchundir. To'g'ri, kimdir ham masalan upravlenец bo'lib tug'iladi, kimdir ham tinchgina o'zini mutaxassis bo'lib, oddiy mutaxassis bo'lib tug'iladi. Har xilda, har kimga yoqqani, har kimning baxtlilik darajasiga nisbatan. Shunaqa. O'zini qayerda baxtliroq his Shunaqa. Masalan, mani o'zim o'sha o'zgarmas xarajatlarni nima qilish kerak dedingiz-ku? O'shanga esimga tushib ketdi. The case. Ikkinchi agentstvamni ochganimda biza faqat onlayn ishlaydigan agentstvo edik. То есть kompleks marketing xizmati bor. Lekin bizada klientda muammo bo'lmagan o'sha payt. Tavsiyadan yaxshigina поток klient kelgan o'zlarimiz jamoaga nisbatan. No jamoani o'zini birlashtira olmaganman onlaynda. Sinergiya bo'lgan. Вообще birlashtira olmaganman-da onlaynda o'zida. То есть kommunikatsiya juda ham не то bo'lgan. Bittasi aktiv bo'ladi, bittasi aktiv bo'lmaydi. Tam Хотя вот Notion'dagi zadachalar, masalan Notion bor, platforma, zadachniy platforma. U yerda ham qanaqadir birlashtirish juda ham qiyin bo'lib qolgandi. Demak, keyin tushunib yetganman, O'zbekistonda hali onlayn aktual emas. Onlayn ishlaydigan xodimlar yoki qimmat yoki hali aktual emas ular uchun. Lekin masalan, menda bitta opit bo'lgan, amerikanskiy kompaniyada ishlaganman, 3 oylik kontrakt bilan. Super Dispatch degan kompaniya. U kompaniyada международный kompaniya faqat onlayn ishlaydi. Offline anaqasi ham bor, ofisi bor, 24 soat ochiq turibdi. Yopilmaydi ofisi. Borib offline ishlashingiz mumkin, просто там agar sizda parta stul kerak bo'lsa. Kofe ofisi bor. O'tirib ishlayverasiz, бесплатный, hech nima emas. Lekin xohlasangiz keling. Sizga uyingizga ham masalan notebook ham berishadi, boshqa ham berishadi, полный sharoit qilib berishadi. Lekin ishni bajarib berishingiz kerak vaqtida. Vaqtida ishni bajarib berishingiz kerak. Zo'r, hamma осознанный onlayn ishlaydi. O'shandan nima qilib, mana nima deydi, havas qilib deylik, havas qilib onlayn ochishga, marketing agentsi faqat onlayn ishlaydi biza deb qat'iy qaror bilan ochishga harakat qilganman, o'xshamagan. Onlayn ishlash hali вообще aktual emas ekan. Bizning xodimlarimiz uchun. O'zaro muloqot, mas'uliyat. Ayniqsa kommunikatsiya barbod bo'ladi. Kommunikatsiya qo'yish qiyin juda xodimlar bilan. Xo'sh, bu yoqda mendagi savol bu psixologik savol ko'proq, ya'ni ko'pchilikda bo'ladi. Odamni psixologik tomonlama bo'lgan holati, bu meni bir paytlar bo'lgan, ba'zi kelib turadi hali ham. Xo'las, savol nima? Hayotingiz hamma narsa joyida, kelasiz, ishingiz hamma narsasi normalniy, ishlagingiz kelmaydi, просто ishlagingiz kelmaydi. Bundan chiqib ketish yo'lini bildim. Sizlarda shunaqa vaziyatda nima bo'lgan? Men o'zim variant ham aytib ketaman ekan. Выгорание desa bo'ladimi endi buni qanaqa bo'lgan? Выгорание emas, keldingiz, ishga keldingiz, просто ishlagingiz kelmayapti. Hamma narsa yechib oldingiz. Короче, nima qilishim? Bu yog'iga endi nima qilaman? Nima qilishim kerak? Bu yerda ancha yechim oson. Margulan Sissenbayevni ko'rsangiz, to'g'ri yechim beradi. Shu paytda. Margulan Sissenbayev ko'pincha filosofiya bilan biznesni, ya'ni hayot filosofiyasi bilan biznesni bir-biriga bog'lashga harakat qiladi har doim. Bu yerda endi menimcha hayotiy maqsad, missiya, qadriyat, предназначение deydi, nimaga tug'ilganliging bo'yicha tafakkur qilish ko'proq kerak bo'ladigan. O'sha narsalar demak sizga shu savolga javob beradigan momentda. То есть aytmoqchi bo'lganim nima? Masalan, aytaylik shunaqa vaziyat bo'lyapti. Umuman ishlagim kelmayapti, nimagadir o'zim ham bilmayapman. Nima qilishdan boshlash kerak? Просто ertalab turib, именно ertalab
Bu kechqurun ishlaydigan narsa emas. Men o'zimda bo'lganligi uchun aytyapman. Shaxsiy tajribadan. O'zi kechasi ishlashdan normalku. Ha, u alohida savol. Kelamiz unga hozir to'xtang. Ertalab turib, как meditatsiya o'rnida siz o'zingizga savol berib boshlashingiz kerak. Bugun nima ish qilaman? Nima uchun qilaman? Bugun ishga boramanmi? Nima uchun boraman? Nima uchun o'zi aytaylik zadachalarimni ko'rib chiqishim kerak masalan. Nima uchun degan хотя бы 5 ta bazaviy nima uchun degan savolni o'sha izn maketini berish kerakda. Keyin siz javob olasiz. Asosiy javobingizni o'shanda olasiz. Yaqin 4 og'iz ko'rsatiladi. Loom degan platforma bor. Shu videolar yozishga, boshqa narsa qilishga. Shuni rahbari platformasini $935 million ga sotgan ekan. Hozir faqat uxlayotgan ekanda. Endi Yaxshi bo'pti-ku. Lekin Amerikaga sotgan bo'lsa, 50% taksga chiqib ketadi. No mayli, $400 million ham endi hozir yiliga million ishlatsa ham. Bunaqa vaziyatda. Balki. Lekin bu yerda mana asosiy anaqa narsa, mana shu nima uchun degan savolni berishingiz kerak. Ambitsiyani Asli kattaroqni topib olish kerak. To'g'ri maqsadni bilib olishingiz uchun-da, maqsadingizni hayotingizda, masalan, shu yili erishishingiz kerak bo'lgan to'g'ri maqsadni bilishingiz uchun. O'zi odam shuni nimaga bunaqa vaziyatga tushadi? Maqsadini unutib qo'yadi-da. Maqsadi undan oldinroq turgan, to есть maqsadiga olib kelgan предназначенияsi nimaga tug'ilganligini unutib qo'yadi. Yoki unutish emas, erishib qo'yadi o'sha narsaga vaqtliroq. Bu maqsad bo'yicha, erishib qo'yishi bu maqsad bo'yicha. Maslow bo'yicha qarasak demoqchi. To'g'ri. Institutga o'qishga kirish maqsadi bo'ladi, 3 yil tayyorlanadi. Kirib qo'ygandan keyin nima qilish bilmay qoladi-ku. Bizden naza qilib yuradi tam. Shunga o'xshagan. Galstuk taqmid. Shunga o'xshagan narsada, masalan, ish bo'yicha qanaqadir rejalari bordi, summa topmoqchi, topib qo'ydi. Ha, shunaqaroq, lekin yana bir marta, menimcha uzoqlashib ketdi-yu, asosan maqsaddan oldin maqsadni keltirib chiqargan narsa nima? Bu o'sha missiya va missiyadan keyin предназначение-da. То есть, missiyadan oldin предназначение, keyin missiya. То есть, предназначение bu nimaga tug'ildim, nimaga shunaqa talant berildi, nima ish qilishim kerak. Mana o'shandan kelib chiqadi, keyin missiyangiz kelib chiqadi. Demak, hayotda men mana bunaqa narsani qilishim kerak ekan. Missiya ham o'zingizga bo'lishi kerak bu joyda, birovga bo'lishi kerak emas. Falonchi odam shunaqa. Yo'q, обязательно o'zingizniki bo'lishi kerak. Qanaqadir bir Instagramdan kimlardandir ruhlanib olib, ular missiyasini o'zingizga olib qo'yish emas, jamiyatga zo'r anaqa berishim kerak ekan men. Jamiyatga zo'r motivatsiya berishim kerak ekan. O'zingniki. Hech kimsadan ko'chirma deyman. Давайте men o'zim variantimni 100% ishlagan, boshqalarga ham aytgan variantim qanaqa? Просто kompyuterni yopasiz, narsalaringizni yig'ishtirasiz, qishlog'ingizga bir 10 kunga borib, просто damak qilasiz. Qolgan joyidan siz aytgan narsani qilasiz. O'tirasiz, qog'oz daftar ruchka yozasiz, ketasiz. Siz holatida выгорание bo'lgan ekan-da. Holatim shunaqa. Mendan tashqari yana 10 ga yaqin odamda sinab ko'rilgan narsa bu. Ya'ni shunaqa tanishlarimda bo'lgan narsa. Yaqinda o'quvchimda ham bo'ldi shunaqa. Mana bunaqa narsa ekan. Bu ya'ni ishga kelib ishlash xohlamaslik, bu karantindan keyin o'zi fanga nom esimdan chiqdi. Fanga kiritilgan, ya'ni kasallik sifatida kiritilgan ekan bu. Aynan shu ofis xodimlarida. Aynan ishlash xohlamas. Tashkillik hozir hamma yopish bo'ladi. Yo'q, bu kasallik sifatida kiritilgan. Bundan qanaqa chiqib ketish kerak? Bundan qanaqa chiqib ketish kerak deyilganda, просто o'tirib ishlash kerak bu. Ya'ni fokusni bitta joyga qo'yishingiz kerak. Deyilgan ekan. Ya'ni biz chalg'ituvchi bahona bo'lib qolsa u narsa. Deadline kechiktirsa kasalidan nima? Kasal. Buni sababi nima? Fokus yig'olmaslik. Biz o'sha TikTok davrida katta bo'layotgan yoshlardan qoldik-ku. Ya'ni ketaveramiz scroll qilib. Fokusni bitta joyga qo'yish, просто o'tirib ishlash ekan. Siz vaziyatingizda rostdan выгорание bo'lgan. Maqsad yo'qotish emas u-da. U чисто выгорание bo'lgan. Fokus yo'qotish bu выгорание. Masalan, meni yaqinda bitta o'quvchimda bo'ldi. Bitta o'sha agentsiyamizda ishlaydi. Fokusi bir joyga yig'olmayapti. Даже zadachalari bor konkret. 2 oy, 1,5 oy bo'ldi. Har bitta zadachadan o'tib kela olmayapti-da, hatto bajarib, reja bo'yicha o'tib kela olmayapti. Nimaga? Chunki fokus yo'q. Tushunasizmi?
Siz aytgan narsa Tushunaman. yerda o'sha paytgacha выгоранияni yig'ib kelganda, o'sha yerda как бы hech nimani qilgisi kelmayapti. Okey, da, u paytda to'g'ri qishloqqa ketish kerak. Yig'ishtirib olib qishloqqa ketish kerak. Boshqa chorasi bo'lmaydi chunki. Lekin masalan, gap выгоранияda bo'lmasa, masalan, ko'proq erkaklarda kuzatiladi. Oilaviy erkaklarda deylik. Ko'proq segment ajratib olish uchun. Yo'qotadigan narsasi ko'p chunki ular ishlab yo'qotsa. Shunaqa, u yerda не только o'zi masalan выгорание emas, u yerda чистый hayotga bo'lgan qiziqishi ham yo'qolib qoladi. O'sha yerda yangi aytaylik, filosofskiy nimada aytsak, yangi nigoh bilan qarashga to'g'ri keladi. Demak, maqsadingiz yangrab olishingiz kerak. Missiyangizni qayta eslab olishingiz kerak. Предназначениеңizni bilib olishingiz kerak. Keyin okey degan narsa uradi, qanaqa trigger uradi, o'sha narsa ishlatadi, o'sha narsa turg'izadi. Ertalab turib, mana bunaqa zadachalarim bor deysizda, konkretniy ichingizdan intuitsiyangiz bilib turadi. Okey, buni mana bu narsa uchun qilyapman. Bir kuni yaxshi bir keys aytaman. Makroda ishlayotganimda zo'r savol berganmiz sotuvchilarga. Nimaga iPhone sotyapsan? Просто sotuvchilarni, o'sha konsultantlarni birinchidan joyida ishlayaptimi yo'qmi, o'zini joyini topganmi o'shaning uchun, ikkinchidan Macbroni o'zini missiyasini biladimi qadar. Tegib o'tgan joyi bormi degan ma'noda qilganmiz. 95% dan ortiq odam javob bera olmagan. Nimaga sotyapmiz? Ya'ni missiya yetib bormagan. Macbron maqtab ketgan. Chunki iPhone bunaqa, bittasi Apple maqtaydi, bittasi Macbron maqtaydi. Android ham sotiladi-yu. 90% iPhone o'sha Apple produksiyasi. 85 seriya to'plam. Yaqinda adashmasam anaqa bo'ldi, nomi o'zgardi-ya. Brostorga o'zgartimi? Brostor как magazin sifatida chiqdi, e-commerce magazin sifatida chiqqan. Yaqinda emas, ancha bo'ldi, bir yil. Men yaqinda ko'rdim saytda. Saytda qidirgan paytim chiqib keldi. Xo'p. Xullas, hozirgi tema. My friend, agarda siz o'zingizni shunaqa his qilayotgan bo'lsangiz, demak siz yolg'iz emassiz. Sizda bo'layotgan narsa bizda ham bo'lgan. Bo'lib kelayotgan, balkim bu it's okay. Nima ishlash kerak bu? Xo'p. Hali anaqamni tugatib qo'ydim. Macbroda demak savol berganmiz, nima deb, nimaga iPhone sotyapsizlar? 95% dan javob bera olmagan. Faqat marketing otdel javob bera olgan. Shunisi nimaga? Chunki missiyani marketing otdel ishlab chiqqanda. Shunisi konkretniy briefing olib, egasidan, biznes egasidan konkret briefing olib, nima qilib, o'sha qanaqadir qadriyatlar bilan o'sha u nimaga biznes ochganligidan kelib chiqqan holda birlashtirib missiyani ishlab chiqqan, qadriyatlarni ishlab chiqqan, HR bilan maslahatlashib shuni keyin prezentatsiya qilishga qaror qilganmiz. O'shandan keyin ko'pchilik borib yetgan, demak Macbron mana shu narsa uchun iPhone sotalgan degan narsa kelgan. Bu narsa ancha o'sha loyalty deydi, sadoqatliligi, xodimlar sadoqatliligini ancha oshirgan o'zi asli. Nimaga? Macbronga, brendga, asosiysi brendga nisbatan va keyin biznes egasiga nisbatan. Mana shu demak mana shu narsalar bo'lganligi uchun biz iPhone sotar ekanmiz. Shu narsalar qolib ketmasligi uchun Macbron bor ekan bozorda degan ma'noda keyin qanaqadir o'zlariga insight olishgan. Hozir boshlaganimizga endi 1 soatdan oshib qoldi. Iloji bo'lsa oxirgi to'xtang, bizda jonli kuzatuvchilarimiz bor. Savol yo'qmi hech kimda? Aniq yo'q? Xo'p. Menda savol bor. O'sha oxirgi deylik savol nima qiladigan bo'lsak, brend yoki performance desak, mana endi hozir yaqinda yangi nima chiqdi, brend formasi degan, ikkalasi ham ishlash kerak degan narsa. So'ramoqchi bo'lganim, sizlarning loyihalaringizda brendga ishlash qanchalik, masalan, mijozlaringizda boshqaga brend kerak, mijoz sodiqligi, mijoz biz haqida pozitsiyamizni tushunishi, o'sha missiyamizni tushunishi, xodimlar, HR brend masalasi yoki sotuv masalasi. Masalan, mijozlaringizda, sizlar ishlayotgan loyihalarda, sizlarning o'zlaringiz fokuslaringizda ko'proq qaysi biri mana siz ko'rayotgan trend? Sotuv. Обязательно sotuv. Katta kompaniya bo'ladimi? Kichik kompaniya bo'ladimi? O'rta bo'ladimi? Hammasi sotuv bilan marketingni o'lchaydi. Ya'ni brend qiziq emas hali. Brend qiziq emas. Unga bo'lgan og'ir paka yo'q.
Chunki hali ko'pchilik sohalarda konkurensiya kam. Raqobat. Ha, raqobat judayam kam bozorda. Judayam kam deyolmaymiz, balki nisbiy ko'pdir. O'zi asli masalan Makburoda 60 dan ko'p edi raqobatchilar dedimi? Mhm. Endi buni masalan boshqa Qozog'iston bilan tenglashtiradigan bo'lsak, aslida judayam kam. Judayam kam. Lekin bu yerda voz kecholmaysiz brenddan. Hmm. Makburoda biza kasting o'tkazganmiz o'sha paytda. Nimaga sotib olasizlar desa, asosan brendi uchun sotib olishadi. Asosan brendga qanaqadir sodiqlik bo'lganligi uchun sotib olishadi ko'pchiligi. Ya'ni mana hozir o'zida sotuvni oshirish brend orqali bo'lmayapti o'sha yoqda endi bu yog'iga masalan. Qarang, Yoki buni o'lchab bo'lmaydimi? Yo'q, qarang, bu ikkinchi savol bo'lib ketyapti-da. Anaqa под вопрос bo'lib ketdi. То есть, agarda bu yangi biznes bo'lsa, aytaylik marketing endi boshlayapti. Shunaqa bizneslar keladi. Masalan, bizga ko'proq shunaqa bizneslar keladi. Katta, o'rta plus biznes. No, endi boshlayapti hali marketingini. И bizga aytyapti, "Okey, menga qancha sotuv qilib berasan?" Biznes egasida, chunki u pul tikyapti-da, konkretniy. Aytadi, "Qancha sotuv qilib berasan?" Biz unga воронка qilib beramiz, qanaqadir istoriyaga asoslangan holda media plan qilib beramiz. Shu media plan bo'yicha aytamiz, "Men tikasan, bilmadim, 10 ta sotib olasan, LTV'si mana bunaqa bo'ladi, SaaS bunaqa bo'ladi. Xullas, mana bunaqada qoplaydi." deb qanaqadir matematikasini chiqarib beramiz sotuv bo'yicha. Lekin bu degani brendga biz ishlamaymiz degani emas. Parallelno har doim mana bu sotuvni qilib olishimiz uchun bizada brendga ishlaydigan kanallar ham bo'lishi kerak. Masalan, biza ko'ramizki, SMM stranitsasi. Targeting emas, tam Facebook Ads, LinkedIn Ads emas, faqat SMM stranitsasi bu brend imijga, brend loyaltyga ishlaydigan stranitsa. Shunaqa narsa. Sayt xuddi shunaqa. Qanaqadir ishonchni, brend assotsiatsiyasini tug'dirish uchun kerak bo'ladigan instrument. Biz bularni именно imij uchun ishlatishimiz kerak. Lekin u degani biza brendni qanaqadir o'lchashimiz kerak emasmi? Unga sotuvga bo'lgan ta'sirini o'lchashimiz kerak emasmi degan narsa emasda. Masalan, Instagram o'zida brendni taniqliligini qanaqa o'lchashimiz mumkin? Oddiy bu, demak, axlatdan, подписчиклар sonidan, tam IR ko'rsatkichidan va hokazo kelib chiqaveradi-da. То есть bu yerda ham to'g'ri voronkani qo'yib olib, brendning o'ziga masalan, axlatdan keyin nechta посещение bo'ldi, trafikka o'tdi va hokazo. Xuddi shunaqa voronka masalan nimada saytda boshqa kanallarda ham. Brendga ishlash kerak. То есть parallelno. Masalan, bitta loyihamiz bor bizada, asosan B2B направлениеda shunaqa ishlaydi. Qachonki siz birinchi brend voronka, endi bizani tilimizda bu brend voronka deb aytiladi. Ya'ni brend awarenessga ishlaydigan voronkani qachonki zapuskать qilasiz, o'shandan keyin lead-agent yaxshi ishlab boshlaydi sizda. O'shanda sizda o'sha Facebook Ads'dagi targeting, tam Google Ads'lar yoki даже offline marketingda, даже вот выставкаlardan siz lead olishingiz ham yaxshiroq bo'lib boshlaydi. Konversiyalar yaxshilanish boshlaydi. Qachonki siz sotuvga urg'u berilmaydigan kontentlarni ko'paytirib, axlatingizni ko'paytirib, подписчикка ishlaganingizda keyin. Leadning narxi ham arzonlashib boshlaydi, sifatlashib boshlaydi. Tushunasizmi? Bu birinchidan nishaga bog'liq, qisqacharoq qilib aytganimda. Ikkinchidan parallelno olib ketishga majbur bo'lgan narsa nima, yana bir marta aytaman, nishada, o'sha sohada konkurensiya kuchli bo'lsa, ikkalasiga ham kattaroq miqdorda, demak, usullab bergan kerak bo'ladi. Ikkalasiga ham usullab berish kerak bo'ladi. Brendga, brend taniqliligiga agar taniqli bo'lmasa, brend konkurensiya ko'p bo'lsa-da, brend taniqli bo'lmasa, bu yerda brend taniqliligiga birinchi nima bergan holda, usullab bergan holda, demak, xarajat tikkan holda, keyin offerga xarajat tikkan holda, demak, sotuvni ham parallel brendni ham olib ketsa bo'ladi. Chunki sotuv, masalan, brend pozitsiyasiz bo'lmaydi. To'g'ri. Sotib bo'lmaydi. O'zingiz yaxshi bilasiz. Brend marketing qilasiz. Brendga pozitsiya qo'ymasangiz sotolmaysiz. Chunki kimlarga sotishingiz, qanaqa sotishingiz, qanaqa messej bilan sotishingizni, tone of voice bilolmaysizda. O'shaning uchun baribir brend kerak. То есть brand awareness albatta kerak. Lekin bu narsani parallel olib ketish kerak. Chunki klientni zaprosi shunaqa bo'lganligi uchun asosan. Biznes egasi. Lekin idealda qanaqa bo'lishi kerak desangiz, idealda
Masalan, menga Coca-Colani budjetini taqsimlash yoqadi. Adashmasam, 60-30-10 taqsimlashadi. Ko'proq brend uznamaymiz. Keyin balki adashayotgandirman, adashayotgan bo'lsam to'g'rilab qo'yinglar. Keyin brend loyalty'ga, keyin aksiyalarga 10% sarflanadi. То есть bu narsa asosan 90% brendga ishlayapti. 10% to'g'ri sotuv ishlayapti. Tushunasizmi? То есть bu narsa mana eng nima deydi, liderlardan, o'zini sohasining liderlaridan bo'lganlardan o'rgansak bo'ladi. Demak, asosan brend uzamaymizga-da. Qanaqadir bir brend miyangizda assotsiatsiya qolib ketishi kerak brend bo'yicha. O'sha assotsiatsiyaga pul tikishingiz kerak birinchi. Keyingina siz sotuvga как бы kichkinaroq qismini taqsimlasangiz bo'ladi, tiksangiz. Shu narsa. Ravshanbek. No, xullas. Agarda men biznes egasi bo'lsam, marketolog olayotgan bo'lsam, nimalarni undan so'rab olishim kerak? Aynan qanaqa joylarni so'rab olishim kerak? Qanaqa talablar qo'yishim kerak? Zo'r savol. Bunga javob berish uchun birinchi o'zi marketologga masalan aytaylik, intervyuga chaqirdingizda, uni nimasidan haqiqiy marketolog ekanligini bilsam bo'ladi degan savol turadi bundan oldin. Menimcha haqiqiy marketolog keladida, siz mana narsalarni qilishingiz kerak ekan demaydi. Unaqa marketolog keldimi, masalan, biznes egasi bizani ko'rayotgan bo'lsa, qanaqadir biznes egalari, unaqa marketologga ishonish menimcha kerak emas, to'g'ri emas deb o'ylayman. Hozirgi bozorimizda-da. Haqiqiy marketolog, masalan, ko'pchilik biznes egalari intervyu jarayonida unaqa savol berishadi. Juda ham ko'p stereotip shunaqa. Meni biznesimga nima qilib bera olasan? Sen marketolog bo'lganingda nima qilib berarding? Juda ham ko'p savol mana shunaqa. Как marketing agentligi sifatida ham bizga ham beriladi-da, ko'psi shunaqa. Haqiqiy marketolog bu yerda savolga savol bilan javob beradi. Okey, oldin nima qilingandi? Hozir qanaqa sotuv ish ketyapti? O'zi produktingiz qanaqa modelda ishlayapti? Biznes model qanaqa sizda o'zi? Nimadan pul topasiz? Qanaqadir raqamlari bormi o'zi? Voronka bilan ishlangan, tizimli qanaqa ishlangan? Marketing bo'limi shakllanganmi? Sotuv bo'limi shakllanganmi? Ular qanaqa ishlayapti? Va hokazo. To есть, o'ta to'g'ri savollarni berish kerak-da. O'shandan kelib chiqqan holda, okey, siz og'riqli tochkalaringiz mana bunda ekan, mana ishlarni qilsangiz, sizni og'rig'ingiz yopiladi-da, savdoyat o'sishi mumkin. Bu marketologni intervyuga chaqirgan holatda. Intervyuga chaqirganda to'g'ri baholash uchun beriladigan. To'g'risi, ya'ni berayotgan savollariga qarab demoqchi. Marketologni o'zi qanaqa o'zini taklif qila olishi kerak. Ya'ni hech qanaqa biznes egasi uni bilmaydi marketologligini. Ikkita uchta joyda ko'rishgan. Misol uchun, rasm tushgan bo'lishi mumkin, boshqa narsa qilgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha biznesga ishga kirmoqchi. O'shanaqa vaqtda o'zini qanaqa qilib taklif qilish kerak? Zo'r savol. Masalan, men nima qilgan bo'lardim? O'sha vaqtida qilganman ham. Biznes o'zini, masalan, biznes o'zi yo'qsa menga nishasi va yaxshilab o'rganib chiqaman uni, biznesini. Kerak bo'lsa unga bildirmagan tarzda yoki bildirgan tarzda men konserv qilib olaman. Polniy, demak, og'riqlarini bilaman, boshqasini bilaman, tizimini kichkina bir audit qilaman-da. Men kichkina bir strategiyacha qilib beraman. Aytaylik, 6 oylik yoki yillik. Mana narsalarni qilishingiz kerak, unaqa budjet ajratsangiz, unaqa pulingiz kelar ekan sizni. Anaqa, demak, kamchiliklar bor ekan biznesda. Degan, demak, konkretniy prezentatsiya bilan yoniga boraman. Bu men aytishim shart emas, o'sha men marketologman yoki biznes menejerman deb aytish shart emas, o'zi bilinadi, juda marketologsiz. Og'riqlar bilan bordingiz. Konkret og'riqlar bilan bordingiz. Bu narsa aslida kamida 45 kunni, 30 kunni oladigan narsani siz o'zi tayyorlab oldiga olib kelyapsiz. Siz investitsiya qilyapsiz biznes o'ziga, aytaylik, vaqtingiz bilan, boshqa narsa bilan. Biznes egasi ko'rib, agarda gaplaringizga ishonsa, optingizga to'g'ri narsani topgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan biznes egasi siz bilan ishlaydi. Katta ehtimol bilan ishlaydi. Hozir masalan, adashmasam o'sha Rossiya bozorida shu narsa trendda. Men adashmasam, где-то 1 yilcha oldin SEO kompaniya bilan, digital kompaniya, o'sha SEO anaqasi uslugasini qilib beradi. Ular bilan
ishladim emas, ishlashgacha bo'lgan jarayonni ko'rib olish uchun bitta nima qildimda, ko'p intervyu qildim o'zlari bilan. Manga tayyor prezentatsiya bilan kelyapti. O'sha paytda Makbroni saytini yaxshilab analiz qilib, даже trafikimni konversiyasigacha analiz qilgan holda, konversiyani mana bunaqa protsentga ko'tara olarkansan, mana bunaqa instrumentlar ishlatmayotgan ekansan, davay ishlataylik. SEOda bo'ladi shunaqa instrumentlar deb. Почти konversiya qiluvdi menga, budjet ko'tarmaganligi uchun, mani marketing budjetim to'g'ri kelmaganligi uchun. Bu yerda bizani SEOshnik ham yaxshi rezultatlar qilib beryotdi. O'shaning uchun tanlamaganmiz ularni. Lekin ularning kelayotgan nimasi, tushunasizmi, o'sha konkretniy 14-15 betli prezentatsiya bilan kelyapti. Prezentatsiya ketma-ketligi qanaqa bo'lishi kerak? Standart. Necha oyroq bo'lishi kerak? Umuman misol uchun men marketologman, bordim biznes egasi yoniga. Prezentatsiya qilaman. Prezentatsiya ham ketma-ketligi qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi va nechta pejdan ortmaslik kerak o'rtacha. Menimcha, men tajribamda kelib chiqqan holda aytaman, uzog'i 15-20 varoqdan oshmasligi kerak. O'shani ichiga sig'dirishingiz kerak hamma narsani. Necha minutdan gapirish kerak har bitta pejda? O'rtacha 3-4 minut atrofida. O'shanda yetib boradi o'sha 1 soat, 1,5 soat muloqot qilinadi klient bilan-da. Bu yetib ortib qoladi klientga. Shu narsa. Men o'zim shunaqa qilaman. Agarda qanaqadir yaqinda mana masalan bir maktab chiqdi nimaga, agentsiyamizga. Aytyapti, "Unaqa budjetim bor. Oldin klientim mana bunaqa narxga kelgan. Endi men shuncha odam yig'ishim kerak. Qanaqa bo'ladi?" Biz konkret prezentatsiya bilan boryapmiz. Bir 13-14 betli adashmasam, prezentatsiya bilan boryapmiz. Hisoblab chiqib ketyapmiz. San auditoriyang unaqa, konkurentlar unaqa passiv beryapti. Sen unaqa passiv bersang ajratib turishing mumkin. Mana bunaqa media plan bo'ladi senda. Media plan degani o'sha voronkasi. Anaqa voronka bo'ladi senda. Tam aytaylik 100 ming tiksang, anaqa odam olar ekansan. 200 ming tiksang, anaqa odam olib kelishing mumkin ekan. Call centeringni, ya'ni konversiyasiga qaraydi call center unib turadi. Xullas va hokazo. Mana shunaqa narsa konkretniy prezentatsiya bilan, taklif bilan boriladi. Shunaqa qilsangiz konversiyangiz oshishi mumkin. Anchadan buyon gaplashamiz. Sizlarda qanaqa? Bizda to'g'risi konversiya boshqacharoq, bizda chekli ham boshqacharoq. Taqdimot bizda smeta bo'ladi, qiladigan ishlarimiz. Qancha muddat ketadi. Ya'ni bizda u qismi og'zaki bo'ladi ko'pincha muammolari, briefing qismi bor, o'sha narsa bor. Berayotgan taqdimotimizda ko'proq kelishuv qismi. Bizda kelishuv qismi o'zi katta. Smeta, ketadigan kunlar necha kishi ishlaydi, qanaqa tartibda ishlaydi, qilayotgan ishimizni nimalar bilan o'lchaysiz, qanaqa tartib qoidalar bilan ishlaymiz. Endi men sotuv qismiga aralashmaganim uchun. Qanaqa qilsa bo'ladi degan joyiga Yandex Praktikumda taqdimot bo'yicha bepul kurs bor. Zo'r tushuntirib berishgan, o'zim o'qib chiqqanman. Shu qanaqa taqdimot qilish bo'yicha tavsiya qilaman. Xo'p, podkastimiz ancha bo'lib qoldi, cho'zilib qoldi. Ravshan aka. Zo'r bo'ldi. So'midaga rahmat aytamiz va tomoshabinlardan, bizdan ko'rib turganlardan uzr so'raymiz. Bu podkastda siz taklif qiladigan top 5 ta kitob, 15 yoshli o'zingizga bo'lgan maslahatlaringiz, qachon uylanish kerak degan savollar bo'lmadi. Bo'lishini ham xohlamasdim. Shunaqa savollar bo'lgani uchun uzr so'raymiz. Ya'ni bu unaqa podkastda emas. Xullas, rahmat kelganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. Bu endi bizani marketing klubi birinchi podkasti. Kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin bizlar tomonidan. Uzr so'rab qolamiz kuzatuvchilardan. Kamchiliklar bo'lsa, qo'shimcha izohlar bo'ladigan bo'lsa, yanada yaxshilashga formatda izohlarga bemalol yozib qoldiring. Kimni kutasiz kelingizda mehmonsiz. Kim kerak sizga? Balki mezbonlarimizga yaxshi kerak. Ana bola yo'qolsin deb yozdim. Shunaqa. Qachon kurs zapus qilasiz? Misol uchun bo'lishi mumkin podkastdan keyin kimdirlar kursingizni o'qiylik deyishi mumkin. To'g'ri ma'noda bu. To'g'ri ma'noda hazil emas. Ya'ni to'g'ri. Bilimni berish kerak. Baribir qilayotgan ekansiz mana mentorligi. O'zi kurs zapus qilish niyatim bor anchadan beri. O'sha 2ga kelganimda ham, ikkinchi 2ga ham o'qituvchilik chiqqan. O'zi AIELTSdan dars berganman. 9-10 yil AIELTSdan dars berganman. 9-10 yil anaqam bor.
kurs zapus qilish niyatimiz bor, lekin hali aniq datasini belgilamadik. Manimcha, 2 oylar orasida, Xudo xolasa, yaqin orada zapus qilib olishimiz kerak. Endi qolganini aytmaganim ma'qul, Xudo xolasa, u yoq syurpriz. Telegram kanal kuzatib tursanglar. Xudo Xudo xolasa. xolasa. Marketing klubda e'lon qilamiz. Birinchilardan bo'lib. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Charchamayman.